Londonga nima borgansiz? Nimaga aynan moliya sohasini tanlagansiz? Hozir ko'p ko'ramiz, odamlar ko'pincha рассрочкаga narsa olib, keyin qarzga kirib qolib, to'lashlari, kreditlar olib qo'ygan muammo. Tadbirkorga, biznesga o'zimga moliya nima kerak? Men bir kattaroq narsa olmoqchiman. Menga yetib beringlar, necha pul yechsam, biznes qiynalib qolmaydi. Buxgalter ham moliyachi bo'la oladimi bitta vaqtda? Ko'pchilik mana qilib keladi. Programma qo'yib, finans yo'lga qo'ysa, hali o'zi ishlab ketadi deb o'ylashadi. Finansiz deganda, finansistni moliyachining asosiy zadachalari, vazifalari nima? Menga aytsa-da, siz 1 million topasiz-ku, lekin o'zi aslida 2 million topishingiz kerak esa, moliyachi kerak bo'lib qoladimi darrov? Tadbirkor tushunmagani uchun buxgalterlar qirol deb yuradi-da, ya'ni. Nima desa o'shani qiladi tadbirkorlar. Buxgalterga bir nima aytsa, "Mana bu narsani mana bunaqa qilaylik, o'zgartiraylik" desa, "Yo'q, unaqa qilish mumkin emas" deydi. Nimaga desa, ikkita javobi bor. Supermarketlar bozor ulushi rivojlangan davlatlarda 90% ni tashkil qiladi va bu tendensiya bizga ham kirib kelmoqda. Mijozlarni yo'qotmaslik uchun polkalarda tovarlarni uzluksiz mavjud bo'lishi masshtablashish uchun juda ham muhim. Shuning uchun O'zbekistondagi Korzinka, Makro kabi katta supermarket tarmoqlari SAP dasturidan foydalanib, bozor ulushini katta qismini egallab bo'lishdi. Siz ham faqatgina masshtab uchun ishlaydigan supermarket tarmog'i egasi bo'lsangiz, sizni quyidagi havola orqali konsultatsiyamizga taklif qilaman. Assalomu alaykum. Raqamizatsiya podkast navbatdagi soni. Bugungi mehmonimiz Hojimurod aka Bakirov bo'ladilar. Hojimurod aka bilan xalqaro toifadagi moliya mutaxassisi hisoblanadilar. Hojimurod aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat. Men siz bilan endi ishlarda birga yuramiz. SAPda o'tda tizimlashtirishda birga ishlab yuramiz. Xo'p, birinchi savol bilan shunaqa, bugun endi podkastimizni mulohazalar ko'rinishida bo'lishini xohlayotgandim. Ya'ni savol javob emas, обсуждение qilamiz. Moliya sohasida, endi asosiy mavzu moliya. Tadbirkorga, biznesga o'zimga moliya nima kerak? Mana shu bilan boshlab olaylik, keyin bu yo'g'iga sekin kirib olamiz ichiga. Oson qilib aytaylik, mayli. Shaxsiy moliyadan boshlasak, ko'pchilik shaxsiy moliyani yaxshi tushunadi. Agarda mana hozir ko'p ko'ramiz, odamlar ko'pincha рассрочкаga narsa olib, keyin qarzga kirib qolib, to'lashlari, kreditlar olib qo'ygan muammo. Mana shu nimadan kelib chiqadi desa, shaxsiy moliyani boshqarish bilmaganligidan, ya'ni bilim yo'q shu narsada. Endi biznesga kelsak, biznesda ham xuddi shu masala, bir xil ikkalasi, один к одному. Biznes yana ham qiyinroq hisoblanadi. Sababi sizni debitorkangiz va kreditorkalaringiz bo'ladi. Qanaqadir paytlarda keladi, qanaqadir paytlarda kelmaydi, planирование qilish kerak, oldindan bilish kerak. Boshida biznes boshlanayotganda men o'zim aytaman, o'zim asli moliyaga o'qigan bo'lib, moliyachi bo'lsam ham tadbirkorman. O'sha aksessuar do'konlari bor, Mobio degan, va qurilish qilamiz. Sheriklarim bor, to'g'risi hozir aktivniy o'ta shug'ullanmayman. O'zim tadbirkor bo'lganim uchun meni o'zimni tadbirkor sifatida maslahatim noldan boshlayotganda moliya qilish shart emas deyman. Nima sababdan desa, chunki odatda tadbirkorlarning ko'pi o'zi o'sha xayolida hisoblaydigan darajagacha yetib bora oladi boshida. Mana qachonki adashishni boshlaydi, ana o'shanda moliya qilish kerak deb hisoblayman. Moliya nimaga kerak desa, moliya kelajakni ko'rib turish uchun kerak. Bugungi qilmoqchi bo'lgan ishlaringizni sizga aytib beradi. Ya'ni qarorlarni to'g'ri qabul qilishingiz uchun kerak. Biz qachonki o'sha spiral bo'yicha rivojlanayotganimizda boshida sotuvga urg'u beramiz, keyin undan keyin qaysidir darajada hazm sistemamizni yaxshilamay qolganda, o'sha pulimiz kamayib qolganda yoki tizimda bardaklar hosil bo'lishi boshlaganda, o'shanda moliyaga muhtojlik seziladi demoqsiz. Ya'ni o'shandagina moliyaga murojaat qilib, tizim qo'yib, moliyachini ishga olish kerak. Birinchi o'chirda sotuv deyman. Sotuv bo'lmasa, puli bo'lmasa hech kim kerak emas. O'shanga birinchi o'chirda sotuv, undan keyin sirazi moliyani qilish kerak. Keyin qolganlari. Ana o'zingiz Londonda o'qigansiz, magistraturani. Hozir o'shani aytib bersangiz, Londonda baribir chet elda sayohat qilgan odam, baribir mingta undan ham ko'p kitob o'qigan odamga teng degan gaplar yuradi. O'zi umuman Londonga nima borgansiz? Nimaga aynan moliya sohasini tanlagansiz? Moliya sohasini tanlashda odamni qanaqadir o'zining xarakteristikasi, boshqasi xarakteri bo'ladi-yu. O'sha turtki bo'ladimi? Misol uchun bir xil bo'ladi, men bilaman shunaqa odamlarni, professiyasini moliyaga kiradida, keyin sohasi bo'yicha ishlamaydi, moliyani yoqtirmaydi, zerikarli deydi. Endi ular ko'proq ekstravert odamlar bo'ladi. Keyin boshqa sohaga o'tib ketadi. Sizda qanaqa bo'lgan bu? O'zi juda ham uzun istoriya deydi. Vaqtimiz bor. O'zi qani? Men
bizani oilada ota-onam o'sha ziyoli oiladan chiqgan, dodam ham o'qigan bo'lganlar. Oyimlar birinchi o'chirda bizga o'qish, bilim olishni haligi nomerlarni qilib qo'yganlar. Boshqa hech narsa yo'q edi. Bizda faqat o'qib bo'lgan boshidan boshlab. Mani endi esimda turgani Turk liseyga kirishimizdan oldin oyim o'zlari o'qitib, shu men ukam ham bor. Ikkalamiz ham shu Turk liseyga kirganmiz imtihon topshirib. O'shanda men ko'proq ingliz tilini o'rganganman, sababi u yerda matematika, fizika, kimyo hamma fanlar ingliz tilida edi. O'zbek tilida faqat geografiya bilan tarix bo'lsa kerak, chizmachilik. O'shanda ingliz tilini o'rganganman. Matematikani juda ham kuchli o'rgatardi. Sababi eslayman, 8-sinfda o'qiganimizda Turk liseyida men akam institutga tayinlanardi, doirada akam bo'lardi, institutga tayinlanardi. Bir ikkita savollarni tushunmasam, ko'tarib borardim, yaxshi bilardim matematikani. O'shanda ko'rganda aytardiki, bu 11-sinfni temasidir-dedilar-da. Biz bo'lsa 8da o'qirdik. O'sha paytda matematikam yaxshi rivojlangan, yaxshi o'qiganman. O'shandan keyin matematika ingliz tili bo'lgandan keyin bizda nima har doim institutga kirish kerak bo'lsa DTM topshirish kerak. DTM topshirganingizda o'zi o'sha paytda nima 3 ta fan bo'lardi. O'zbek tili, agar matematika, ingliz tili bo'lsa nima bo'ladi? Yo MEO ga yo iqtisodga kirasiz, to'g'rimi? O'sha sababdan menimcha biz iqtisodda o'shani tanlaganmiz boshida. Shunaqa tashquga MEO ga kirganman, MEO ni o'qiganman va o'sha iqtisod yo'nalishi bo'yicha ketganman. Ham raqamlarga o'zim qiziqardim, to'g'risi. Angliyaga ketishimiz sababi, to'g'risini aytsam, o'sha paytda endi yosh bo'lganman, o'qish niyatim yo'q edi, pul topish niyatim bor edi. Faqat aytardim, chet elga ketishim kerak, chet elga ketish kerak deb o'tirardim. O'sha 2006-yil institut bitirgan paytlarim. Endi o'sha payt adamlar rahmatli haligi menga qarab, "Sen nimani eplaysanmi? O chet elga." Endi bilan adamlar oyim chet elda yashashgan. 80-yillarda Iroqda ishlashgan. Adam ko'p chet elga chiqqanlar. Endi bilishardi-da, men endi unaqa ish qilmaganman, ishlamagan bola bo'lganman. Faqat hali institutga borib shu maza qilib yurgan paytlarimizda bo'lgan. O'shanga hali eplaysanmi yo'q degan paytlarida ketaman deb yurganman. Keyin oyimlar aytganlar. Chetga olganlar aytganlar, "Bo'ldi, ketasanmi?" deganlar, "Ketaman" deganman. Faqat bitta shartim bor deganlar. Nima shart desam, nima shartdan demaganman, farqi yo'q deganman. Nima shart bo'lsa ham bo'ladi, ketsam bo'ldi deydi o'sha payt. Borasan, pul topmaysan, lekin o'qiysan deganlar. Sen o'qishga jo'natamiz, o'shda o'qisang, agar diplom olsang jo'natamiz degan. O'ylab ham o'tirmaganman, nima o'qish, qanaqa o'qish. Bo'ldi deganman, ketaolsam bo'ldi deydi, to'g'risi. O'shanda adamlar rahmatli, menimcha o'shanda prosta haligi nima edi, menga sal haligi tekshirish maqsadida anaqa 20 litrli suvlar bor, katta kapsula. O'shanaqa korxona bo'lardi, Bostak ham qarindoshimiz bo'lardi. O'sha yoqqa ishga jo'natganlar. Men endi o'ylaganman, institut bitirgan bola ofisda ishlaydi bo'laganman. Suv tashiganman 3 oy. Har xil joylarga. Endi o'shanda menimcha aytishgan, mana shu adamlar haligi mashina eplasa, u yoqda eplab ketsa kerak deb aytishgan. Men anaqa qilmaganman, complain qilmaganman haligi bir shikoyat qilmagansiz. Shikoyat qilmaganman. 3 oy shunaqa ishlaganman. Menga aytishgan, uyimdagilar bo'ldi, bitta o'qishni tanla, qayerga ketasan, Amerika yoki Angliya. Nimaga Angliyani tanlaganmiz? Xolam o'g'li Angliyada edilar. O'shaning uchun Angliyani tanlaganman. O'sha o'qishni tanla deyishgan. Anaqaga borganman, agentstoga. Endi kimdir ko'pchilik bilsa kerak, UK anaqani posolstvoning oldida agentство bo'lardi. Borganman, meni savolim mamlaqa bo'lgan. Men mamlaqa narsa o'qimoqchiman, mamlaqa institut o'qimoqchiman bo'lmagan. Men tez ketishim kerak, nima o'qish bor deganman. Xo'p, nima bitirgansan desa, bizani kallamizda stereotip bor O'zbekistonda. Men o'qish bo'lsa, maktab o'rni, bakalavr, magistratura. Boshqa tushuncha yo'q. Mana shunaqa tushuncha bo'lgan. O'sha payt men magistratura deganman, sababi bakalavr bitirganman. Magistraturaga kech qolding deyishgan. Sababi noyabr oyimida shunaqa edi, oktyabr noyabr oyi kech qolding deyishgan. Xo'p, nima bor desam, ACCA bor deyishgan. Nima u desam, kurs deyapti. Kurs bo'lmaydi. Bizning miyamizda kurs bu haligi kursda, haligi oddiy ko'chada hech kimga kerak emas, anaqasi hech qanaqa haligi obro'si yo'q narsa deb o'ylardim. O'shanda ACCA deyishgan, rosa tushuntirishgan menga. Yo'q, bu o'zi yaxshi kurs, уровень baland, o'zi mamlaqa tushuntirishgan. Chiqib bo'pti mayli deganman, даже surishtirmaganman nimaligini. Bo'radi deganman. Fevral oyida boshlanishi kerak edi 2007. Shunaqa ACCA ketganman 2007-yil. Qancha o'qidingiz u yerda? 2 yil o'qidingiz? Yo'q, 2,5 yil. Ana ACCA o'qidim, ACCA to'g'risi bitirmadim. Endi juda ham u yoqda hozir istoriya uzun. ACCA oxirigacha bitirmadim, magistratura bo'lib qoldi.
Endi u yerda ishlashni boshladim. Shunaqa bo'ldiki, magistraturam bir 22-23 ming dollarlik magistratura tekinga bo'lib qoldi menga. O'shanda magistratura qildim. O'shanda University of East Londonni o'qidim, magistraturani qildim. ACA'ni keyin qilaman dedim. Davom ettiraman. Mana shu ACA haqida gaplashsakda, ACA degan o'zi Associated Charter of Certification Accountants deydi. Ya'ni bu как pravosi bor haydovchilarda, ya'ni moliyani как pravo beradigan bitta organizatsiyada. Bizada hozir shunaqa tendens shakllanyapti. Ko'p moliyachi deganda o'zi Excel'ni yaxshi biladigan odamlarni ishga olib moliya chiqib qo'yishyapti-da. Ular debit kreditni bilmaydi. Tadbirkor uchun ACA o'qiganligi moliyachini qanchalik darajada muhim? Tadbirkorga ham ACA. Siz ham o'zim tadbirkor bilan ishlaymiz. ACA men ACA o'qiganman deb tadbirkor oldiga borsa moliyachi. Qanaqa bu? Nima kerak bor ACA o'qiganligini moliyachini? Endi to'g'ri, hozir mana o'zi ACA sirazi boshida ACA o'qigan odam, bitirgan odam normalniy уровеньga bor odam hisoblanadi o'zi. Biz endi chet elda bo'lganimiz uchun ACA ko'p odam o'qiydi. O'zi ACAdan boshqa yana kurslar bor. O'zbekistonda hali tanilmagan, hech kim bilmaydi. O'zi yaxshi kurslar ham bor yana. Lekin ACAning уровеньi juda baland. Lekin O'zbekistonda hozir mana ishlab kelib, biz o'zimizga korxonaga ishga olganda intervyu qilamiz. Juda ham ko'p o'zbek bolalar ACAni 9tasini, 6tasini, 8tasini bitirganlar juda ko'p. Lekin bitta minusi bor. Nimagadir savol javobga kelganda qiynalishyapti. O'zini temasi bo'yicha so'raymiz, o'sha ACA bo'yicha so'raymiz, nazariya bo'yicha so'raymiz, ko'pchilik baribir esdan chiqib ketgan. O'sha sababdan ACAni qanaqa o'qish kerak desa, eng zo'r metod bu Big Four metodi. Mana Angliyada esimda Big Fourga kirish uchun ACAni bitirib kirsa olmaydi. Ya'ni olmaydi deganda ikki xil kirish bor ishxonaga. Bittasi bu graduate scheme deydi, ikkinchisi bu professional scheme. Ya'ni graduate scheme'da institut bitirib Big Fourga ishga kirish. 0 dan olishadi, ACAni o'qish kerak emas. Любой institut bitirasiz, imtihonlardan o'tasiz, 7 tami anaqasi уровеньi bor. Deloitte'ga yoki tam boshqasiga. Kirganingizdan keyin 3 yil davomida siz ACAni o'qitadi, pulini to'lab beradi va ishlaysiz. 3 yil davomida bitirmasangiz ishdan haydab yuboradi. 40 balldan past olsangiz ham ishdan haydaydi. Fail qilish mumkin 1 marta yoki 2 marta edi, 40 dan past olish kerak emas edi. Mana shu metodologiya eng zo'r metodologiya. Nima sababdan desa, ACA endi ko'pchilik o'qiganlar bilishadi, ACAni kitoblari mana mamlaqadan, mana bitta fani, mana biz o'qigan bo'lsak, mamlaqa bitta kitob bor, mamlaqa bitta kitob, 3 ta mamlaqa kitob bor. O'shanda 14 ta bor. O'sha narsani o'qib imtihonini topshirib keyin esdan chiqib ketish ehtimoli juda katta. O'shaning uchun ishlash kerak. Ishlasa, o'sha narsani qo'llaydi, miyada qolib ketadi. ACAda tadbirkorlik kerak bo'ladigan nimalar tushuntirilgan bu yerda? Qanaqa ma'lumotlar berilgan? Yo'q, tadbirkorga ACA umuman kerak emas. Tadbirkor ACAni o'qish kerak emas. Yo'q, deylik, misol uchun biznesda qo'llaniladigan deb aytaylik. Biznesda qo'llanadi. Finansist bo'la oladi ACA bitirgan odam. Mana. Endi shuni chuqurroq kirsaydik, mana finansist deganda, finansistni moliyachini asosiy zadachalari, vazifalari nima? Hop, bizda ko'pincha ACAni auditor bo'lishni o'qiydi. Chet elda ham shunaqa. ACA ko'p o'zi financial accountingga ko'proq o'rgatadi. Urg'u bergan. Financial nima u financial accounting desa, o'sha ko'proq buxgalteriyaga ixtisoslashgan. ACA o'zi tegi. Ya'ni tarix, hisob-kitob tizimi. F2, F5 lar financial management hisoblanadi. Mana xuddi shuni boshqa kursi bor. ACAni nima desa, CIMA. Xuddi shunaqa kurs CIMA, faqat management accounting. Management accounting bu nima desa, ko'proq finansistlarga bog'liq bo'lgan fanlarni o'tadi. Endi ACAni o'qigan odam baribir finansist bo'la oladi. Nima qilib beradi desangiz, endi birinchidan buxgalteriyani zo'r biladi, tushunadi. Biznesni qanaqa hisob-kitob qilish kerakligini tushunadi. F2, F5 larda shu narsani zo'r o'rgatadi. Sababi mana bizda ABC analiz, XYZ analizlar aytishadi-ku, mana o'sha narsalarni, ABC costing degan narsalar bor. Qanaqa hisoblash kerak, qanaqa analiz qilish kerak, mana shu hamma narsa ACAning ichida bor. Lekin rost finansist bo'lish uchun qaysi kurs o'qish kerak desa, men CIMAni tavsiya qilardim. CIMA ko'proq to'g'ri keladi. Yana aralashtirib o'tib ketsak, moliyachini asosiy vazifasi korxonadagi. Endi moliyachida mana bizda, masalan, biz SAP o'rnatishga borganimizda moliyachi bormi deganda, moliyachi bor deb aytishadi. Qani desa, pulni kassirga ko'rsatishadi, ya'ni pul kirim-chiqimini nazorat qiladigan odam moliyachi deb yoki jiyan qo'yib qo'yishgan bo'ladi. Lekin o'zi aslida moliya katta mavzuda. Buni katta kompaniyalarda ko'ramiz-da, korporatsiyalarda haqiqiy moliyachilarning ishini, anaqasini ko'ramiz. O'zi aslida moliyachini, masalan, menga moliyachi kerak bo'ldi, men nima ish qilishim kerak? O'zi nimani rivojlantirib berish kerak korxonada moliyachi?
va KPI qo'yiladi-yu hammaga. Zavskladdan ostatkalarning to'g'ri bo'lishini so'raysiz, sotuvchidan sotuvni baland bo'lishini so'raysiz. Bizning hozirgi sharoitda moliyachi birinchi o'chirda uchotni qo'yishni bilish kerak. Hamma moliyachilar ham bilmaydi uchot qo'yishni. Qanaqa hisob-kitob qilaman deydigan. Mana hamma siz aytasiz, Excelda bo'lgan voqealarni Excelda yozishlik bor. Bo'lgan voqealarni buxgalteriya qonun qoidasiga rioya qilgan holda yozish bor. Mana shunda ikkita tarafga ajraladi. O'sha siz aytgan Excelni biladigan odamlar, moliyachi deganlar o'sha qonunni bilmaydi. O'shaning uchun danini pala-partish yig'adi. Qanaqa tushuncha bo'lsa, shunaqa yig'adi. U tushuncha qatdan kelgan? Shaxsiy moliyadan kelgan. Mana shaxsiy moliyada qarz bersangiz, daftari bu betiga yozasiz. Qarz olsangiz bu betiga yozasiz. Rasxodlarni xohlasangiz yozasiz yoki yo'q, yoki misol uchun do'konda endi mahallada do'kon yaqin tanish bo'lib qolgan, rasxod qilib keyin qanaqadir muddat kelgandan keyin aka necha pul bo'ldi desa 1,5 million to'lab yuborasiz. O'shanda xayolingizda 1,5 million rasxod qildingiz deb yozasiz. Lekin bitta joyi bor. Siz olgan narsalar qaysi oyga tegishli va qaysi oyda yedingiz degan narsa bor. Misol uchun bir qop kartoshka olgan bo'lsangiz, 20-chisloda u hali qolgan bo'ladi. Hech kim u narsani bo'lib yozmaydi shaxsiy moliyani. Hamma shunaqa fikrlaydi. O'shaning uchun o'sha finansistlar Excelda ishlagan shaxsiy moliyaga asoslangan fikr yuritishadi. O'shaning uchun Excelga o'shanaqa yig'adi. Endi Excelda qilsa bo'ladimi desangiz, o'zi tegi bo'ladi. Lekin kuchli spetsialist bo'lishingiz kerak, ham Excel, ham finans, ham buxgalteriya bo'yicha. Endi finansist o'zi tegi nima qilib berish kerak? Chet elda nima qiladi desangiz, kelajagini aytib beradi. Nima qilib beradi? Tadbirkorga u tushunadigan tilda raqamlarni yozib berib va ertaga nima qilish kerakligiga maslahat bera oladi. Ya'ni prognoz qilib bera oladi. Prognoz, holat qanaqaligini aytib bera oladi. Nimani sotish kerak, nimani sotish kerak emas. Qaysi narsaga urg'u berish kerak, qaysi narsaga urg'u berish kerak emas. Misol uchun kecha bir yildan beri ishlayotgan klientimizni chaqirib, mana berayotgan savoli, men bir kattaroq narsa olmoqchiman, menga aytib beringlar, necha pul yechsam biznes qiynalib qolmaydi. Mana. Bu ham analiz. Cash flow bilan P&L analizida bu ham. Mana shu narsalarni buxgalter qila olmaydi, lekin moliyachi qila oladi. Moliyachi ham qilishi kerak bu narsani. Buxgalter faqat u narsalarni tayyorlab beradi. Buxgalter danni yig'ib beradi. Dannini buxgalteriya qoidasi asosida yig'ib, tayyorlab beradi. Mana ratiolar bor, metrikalar bor. Ko'p moliyachilar ishlatadigan. Misol uchun likvidlikni o'lchaydigan, mana hamma ratiolar qayerdan olinadi desa, P&L balance sheetdan olinadi. O'shaning uchun Angliyada men esimda kollegamiz bo'lgan, shu ingliz qiz bo'lgan, u management accountant bo'lganda, men unga mana bunaqa savol beraman. Men ko'proq revenue bo'yicha ishlaganman. Revenue degani bu savdo tarafini, finansi bo'yicha shug'ullanganman. Xarajatga jam yaxshi bilmasdim. O'shanda management accountantdan so'raganman, "Men xarajat mana shu yerga o'tiradimi?" desam, u aytganki, men unaqa narsalarni bilmayman degan. Men hayron qolganman. Nimaga u bilmaydi, u buxgalter u deganman-da. Mana management account ko'proq moliyachi hisoblanadi-da. U nima qiladi? U hisobni, rasxodni qatga urishni bilmaydi. Hozir biz ingliz tilida gaplashamiz, management accounting deganda shuni aniqib ketamiz o'zbekchada, ya'ni boshqaruv hisobi, ya'ni ichki moliya. Shunday deydimi? Men to'g'risi hali tarjima qilib ko'rmadim. Nima bo'ladi? Upravlenskiy uchot deyiladi. Moliyachi deyman men ko'pincha. Upravlenskiy uchot deydi. Upravlenskiy uchotni qiladigan buxgalter deylik, chunki nomida accountant degan so'zi bor. Upravlenskiy uchotni qiladigan buxgalter. Shu qizimiz misol uchun mana bilmayman deyaptimi? Nima sababdan? U nimani bilmaydi-sa, rasxodni qaysi statiyaga olib borishni bilmaydi. Lekin statiyalardan foydalanishni biladi. Foydalanish biladi. U buxgalter u. Yo'q, statiyalardan foydalanishni biladi deganda, qaysi statiyani olib, mana bu nomi bor, o'shani olib qaysiga ko'paytirib, qaysiga bo'lishni biladi. U ko'proq moliyachi hisoblanadi. Buxgalter nima qiladi? Buxgalter rasxodni qaraydi va statiyalarga qo'yib chiqadi. U bo'lsa, bu rasxod qaysi statiyaga o'tirishni bilmayapti. Men aytaman, mana bunaqa rasxod bu yoqqa bo'ladimi, bu yoqqa bo'ladimi yoki mana bunaqa bo'lamizmi? Desa, buxgalterskiy savol-da bu. Uni aytib, men uni bilmayman deyapti. Nimani bilasan desa, u ko'proq P&L balance sheetni analiz qilib, hisobot qilishni biladi. Executive boardga. Mana bu narsaga qanaqa qaraysiz? Moliyachi buxgalteriyani bilishi shartmi, shart emasmi? Shart. Men shart deb o'ylayman. Agar bilmasa, P&L balance sheetni o'zi bilmaydi degan. Demak, boyaga aytayotgan narsangiz statiyani qaysi statiyaga olib borishni ham bilish kerak degani-da, bu to'g'rimi? Buxgalter ishini ham bilish kerak degani. Yo'q, men aniqroq javob beradigan bo'lsam, men bunaqa. Misol uchun, host tovar. Qanaqa host tovar deylik? Cleaning, tozalash rasxodlari. Misol uchun, latta-pitta qanaqadir ximiyalar deylik. O'shani qaysi statiyaga olib boramiz desa,
birinchi beradigan savol buxgalter bo'lsa, beradigan savol korxonani ko'rish kerak o'zi qanaqa korxonaligini. Bizda nima deydi? Prochiga deydi yoki drugiga deydi yoki qaysidir yana cleaningga deydi. O'zi aslida uni qanaqa belgilaymiz? Agarda mani biznesim bo'lsa, prochiga ketadi yoki xostovari ketadi. Summasiga qarab, kattaroq bo'lsa xostovar, bo'lmasa prochi. Agarda mani biznesim tozalash biznesi bo'lsa, cleaning bo'lsa, unda meniki prochi ham bo'lmaydi, xostovar ham bo'lmaydi. Har bitta olgan narsamni katta anaqa qilib, statiya qilib yozishga majbur bo'laman. Nimaga desa, chunki meni себестоимостьga o'tiradi u. Asosiy tovar aylanmam, meni asosiy tovarim-da u. Men uni hisob kitobini olib borishim kerak. Mana shuni bilish uchun buxgalter bo'lish kerak-da. Moliyachi bilmasligi mumkin qayerga olib borishni. Lekin moliyachi себестоимость qayerdaligini biladi, operatsion расходlar qayerdaligini biladi. Qaysini nimaga bo'lib, qaysini nimaga ko'paytirishni tushunadi. Lekin bizda hozirgi kunda moliyachi o'sha men aytayotgan narsani ham bilish kerak. Расходlarni qayerga o'tkazishni ham bilish kerak. Lekin mana katta korxonalarga boramiz, mana yaqinda o'zingiz bilan ham bitta proyekt chiqyapti, katta proyekt to'xtab qoldi. Qaysiligini bilgan bo'lsangiz kerak. Ana o'sha proyektda buxgalter bor. Ya'ni asosiy bosh buxgalter. U ham moliyani ham qiladi. Ya'ni moliyani deganda moliyachi kim deganda galobux ko'rsatishadi ko'pchilik korxonalarda bizda. Ya'ni men moliyachim deb ko'rsatishadi-da. Endi bu to'g'rimi birinchidan bu savolda? Mana buxgalter ham moliyachi bo'la oladi bitta vaqtda. Ham налог hisoblayapti, bosh hisobchi bo'lib, ham moliyachi bo'lib, o'tayotgan aylanmalarni, resholarni analiz qilib, prognoz qilib beryapti, pulni nazorat qilib. Birinchi savol bo'la oladimi shunaqa odam? Bo'lsa qanchalik effektivniy bo'ladi, qachon ajratish kerak moliyachi bilan galobux korxonada? Ha va yo'qda endi bu nimaga desa, korxonaning kattaligiga bog'liq. Mana bir xil korxonalar bor, buxgalteriyasini outsource qiladi-yu. O'sha nima, mana men to'g'risi O'zbekiston налоговый sistemasini, qonun qoidalarini zo'r bilmayman, qancha ish qilinishi kerak, lekin o'zimiz korxona yuritganimiz uchun, biznesimiz bo'lganligi uchun ko'rganman, shunaqa tasavvurga egaman. Что outsource qiladigan darajadagi korxona bor va u buxgalterlar nima qiladi desa, oy oxirida nimadir отчет topshirib bersa bo'ldi deb. Mana shu отчет yopish, eng katta muammosi отчет, qanaqadir отчет o'sha. Agar shunaqa korxona bo'lsa, o'sha yerdagi buxgalter faqatgina oy oxirida отчет yopadigan bo'lsa, moliyani ham qila oladi. Lekin kattaroq korxona bo'lsa, albatta unga vaqti bo'lmaydi, uni qila olmaydi. Lekin o'zi buxgalter moliyachi bo'la oladimi desa, bo'la oladi. Lekin moliyachi, ya'ni buxgalteriyani bilmasdan moliyachi bo'lish mumkinmi desa, juda qiyin. Juda ham qiyin. Nimaga desa, debitorkaning ikkinchi tarafi nima bo'lishini tushunmagan odam qanaqa ratio chiqaradi degan savolda. Mana bizda ko'pchilik shunaqa. Endi menda qiziq masala bor-da bu yerda. Masalan, tadbirkorlar moliyani unaqa chuqur tahlil qilmaydi. Agar bu katta mavzuda, o'shaning uchun katta 5 ming, 10 ming dollarlab korporat moliyachiligi pul to'lab ishga olinadi-da ular. Masalan, eshitganmiz, o'sha Murad Buildingsda ustoz Minjonaga bir darslarda aytuvdilar. 10 mingga qanchagadir CPA o'qigan moliyachi olganman dedilar-da, degan ekanlar-da. Qachon desa, qanchadir pulni yo'qotayotganimni bilgandan keyin. Keyin o'sha moliyachini olganimdan keyin, masalan, yiliga to'lasam 120 ming to'lagan bo'lsam kerak, lekin 1 yilda menga 1 milliondan oshiq pulni tejab berdi deb aytgan ekanlar-da shu odam. Endi qarang, shu darajada biladigan moliyachilar-da. Men tadbirkorman, moliyani bilmayman, misol uchun. Chuqur bilmayman. Endi qanaqa qilib men baho bera olaman kompetensiyasiga moliyachini? Masalan, nimalarga qarashim kerak? U yaxshimi, yomonmi? Qanaqadir kriteriyalar bo'ladimi moliyachi tanlayotganda? Xuddi bilmaydigan mashinangizni aldab kraskalangan sotib o'rganga o'xshab qolmaydimi bu yerda? O'zi to'g'risi mana juda ham qiyin. Agarda bitta sohani tushunmasdan o'sha sohadagi bitta odamni ishga olganda savol javob qilish, bilish, qanchalik kompetent, nekompetent deb bilish juda qiyin o'zi aslida. Endi biz nima qilamiz hozirgi kunda? Biz uslugalarimiz ichida hammasini etsak, misol uchun bittasi bitta ishchi olsa, proyektni olsa, odatda ichiga nima kiradi menda? O'sha moliyachi talab qo'yaman. Moliyachingiz bormi deyman, bor deydi misol uchun. Ya'ni siz proyekt olayotganda qaysidir korxonani moliya tizimini yo'lga qo'yib berib, uslugasini sotasizlar. Mana внедрение qilib bering deyapti. Mana hisob kitobimiz yaxshi emas yoki yo'q desa, bo'ldi, внедрение qilamiz ham. Birinchi sharti moliyachi bo'lish kerak deyman. Bo'lmasa qilmaymiz. Chunki birinchi proyektim endi menga hech kim ishni demagani, klient ishni demagani, lekin o'zim shunaqa his qilamanki, fail bo'lgan deb o'ylayman. Nimaga desa, o'sha moliyachi olmaganligimiz uchun. Lekin shu moliyachi bo'lmagani uchun sizga murojaat qilyapti-yu. Yo'q, lekin menga mamlaqa deb o'ylashadi. Ular mamlaqa ko'pchilik mamlaqa fikrlaydi.
programma qo'yib, finans yo'lga qo'ysa, hali o'zi ishlab ketadi deb o'ylashadi. Hammasi ham yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylashadi. Mana shunaqa deb o'ylaganman. Nimaga desa, chunki O'zbekistonda unaqa ishlab ko'rmaganman-da, odamlarning urovini bilmaganman. Lekin moliyachilikni bilim darajasi juda pastligini o'sha payt bilmaganman. O'shaning birinchi proyektim o'zim uchun qanaqadir fail bo'lgan deb o'ylayman. O'shaning uchun hozirgi kunda biz birinchi bo'lib moliyachi olasiz deyman. Ana o'shaning ichiga biz intervyu ham kiradi. Biz intervyu qilib beramiz. O'shaning uchun ko'p odamlarni ko'rganman. Bir shu kungacha balki 60-70 ta odamni intervyu qilgandirman. Ajratganmiz, ko'rganmiz, qanaqa, kim bor, kim yo'q, nech pul so'rashyapti, qanaqa haligi interval bor oyliklarning orasida. Va o'shani kirgizaman, misol uchun. Bir. Ikkinchisida, agarda meni xizmatim qimmatli qilsa, men odatda nima deyman? Mayli deyman, sizga eng oddiy xizmat ko'rsatib bera olayman. Qanaqa? Siz o'sha arzon moliyachini oling, mayli. Outsource olasizmi yoki o'zingizga ishga olasizmi, farqi yo'q. Meni soatimni sotib oling, men 1 soatda sizni oldingizda o'tirib, u menga hisobot topshiradi deyman. Men sizga o'shani tushuntirib beraman deyman. Va o'sha joyda kamchiligini o'ziga ayta olayman. Va sizni oldingizda unga zadaniya beraman. Siz ham xabardor bo'lasiz. O'shanda siz birinchidan o'zingizni korxonangizni hisobotini tushunasiz, ikkinchidan kamchiligini bilasiz, kompensasiyasini bilib olasiz va plus siz bera olmaydigan zadaniyani, bera olmaydigan zadaniyani men beraman. Mana misol uchun shunaqa klientlarimiz bor. Umuman biznesiga borib ichiga kirmaganmiz, bir oyda bir marta keladi, bir 2 soatcha, 3 soatcha o'tirishadi biz bilan, moliyachi keladi, hisobotlarni topshiradi. Biz har xil savollar beramiz. Agarda operasionniy savol bersa, ichini tushunmasa, mana egasi o'tiribdi. U aldolmaydi baribir. Chunki egasi biladi u narsani. O'shanaqa zadaniya beramiz, ketishadi. Keyingi oyga yana ham yaxshiroq hisobot olib keladi yoki yana detalni olib keladi. O'zi bilasizmi, ana O'zbekistonda bizda moliyachi deganda ana cho'rniy uchotni qiladigan odam tushunadi. Shunaqa. O'sha odam dandalarni ta kiritib programmaga mengizilgan farqi yo'q. Как u finansoviy menejer deb bizda kiritib o'tiradi, ham o'sha aytayotganingizdek sotuvlarni kiritadi, zakupkalarni, xarajatlarni kiritadi-da, qanaqadir PNL balans sizga hisobotini chiqarib beradi. Mana shu yerda nimaga bu gap gapiryapman? Mana boya aytdingiz, chet elda aytdingiz, mana programma o'rnatgandan keyin moliyachi kerak bo'lmaydi deb o'ylab yurardim dedingiz-ku bu yoqda. O'zbekistonda bizga shunaqa o'ylaydi. Chet elda qanaqa? Programma o'rnatsa, misol uchun moliyachi kerak bo'ladimi, bo'lmaydimi? Oddiy urovendagi moliyachi Angliyada rostasikkasim oddiy urovendagi moliyachi hisoblanadi. O'zbekistonda qanaqa? Oddiy urovendagi moliyachi umuman moliyachi emas. Plus mana bizning oldimizga bir ikkita intervyuga kelishadi. Excel bilasizmi desa, bunaqa deyshadi. Ha, bilaman deydi. Nima bilasiz? Shu qo'shuv, ayru, bo'lu deydi. Yana xuddi shunaqa urovenda. Meni birinchi qilgan xatoim nima? Proyekt olganimda men O'zbekistondagi moliyachini urovini, mana men qanaqa moliyachisan desa, shu o'rta me'yorni desa, men ishonganman o'rtaligiga. Lekin o'rta me'yorli degan odam o'zi aslida vaqti 0 ekanda o'zi. Ha, chet elda statistika anaqa kvalifikatsiyasi bo'yicha u ishni bilmaydi degan. O'shaning uchun biz chet elda mana men o'sha даже mana shu protsessda ham qatnashdim. Nimaga men finuchotni qo'yishga nima deydi, yaxshi skillslarim bor. Sababi men ikkinchi tarafda turib qatnashganman. Klient hisobida qatnashganman. Biz Angliyada o'zimizning korxonamizga o'sha SAP chaqirganmiz, 1 million funtda endi o'tdi. Bizga ko'rsatib bergan, hammasini ko'rsatishgan, mana qanaqa zo'r ekan deganmiz, qo'ymoqchi bo'lganmiz. Keyin biznes egasi aytgani to'xtab turgan degan, mana biznes egasi juda ham aqlli odam edi. Aytgan to'xtab tur degan, mana shu qo'yishdan oldin bitta savol degan. Adashmasam finansiy direktorga aytgan yoki operasion direktorga aytgan. Sen bizani sohamizda mana shunaqa yo'nalishda ishlayotgan boshqa korxonalarga borganda, ana o'shalar nima ishlayapti, o'shani bilgan deyshgan. Bizaniki education, ya'ni частный universitet deylik. Ibor aylanib kelishga, bilishsa, boshqa programma ishlatishar ekan. LMS sistemalar ishlatishadi ular. Agressiya degan. Hamma ishlatyapti o'sha narsani. Mana men hozir emas, Timda 4 yil faoliyat yurg'izdim, baribir konsultant. Tim universitetida. Tim universitetda. Tim universitetda misol uchun LSBU bilan kelishuv bor, partnership bor. LSBU nima u? LSBU? London South Bank University. Tim universitet Angliyaning diplomini beradi. Xuddi Westminsterdagi-da. Ana o'shalar invoice jo'natadi-yu. O'sha invoice bitta ko'rganimda nima sistemadan chiqqanligini bilaman. Chunki o'sha sistemani ko'rganman, o'sha agressiya. Ana o'shani qo'yishayotganda biz qatnashganmiz. O'shaning uchun qanaqa qo'yilishini men yaxshi o'rganganman, sababi inglizlar qo'yishgan. Endi sistema qo'yayotganda finansiz kerak-yu.
o'sha yerda eng oddiy finansist ham rostlastkasi eng oddiy finansistda. Ya'ni ishini biladi-da, o'sha siz minimum talab qilyapsizmi, o'sha minimum talabni biladi. Endi bizdagi muammo nima? Minimumni talab qilsangiz ham minimumni ham bilmayapti-da. Shu qiyin bo'lyapti-da. Biza xohlayotgan finansistlar O'zbekistonda baland o'rinli hisoblanadi-da. Ular o'zini baland deb hisoblanadi. Mana yaxshi finansist olaman desangiz, $2,500 balandni olishingiz kerak. Lekin $2,500 bilan gaplashsak ham o'zi 1,200 ga arziydigan finansistlar-da. Bizani o'lchov bo'yicha. Shuning uchun finansist da kerak, olish kerak va biz shu xizmat ko'rsatayotganimizda shu finansistlarni intervyu qilib, tadbirkor biznesiga jalb qilamiz. Lekin tadbirkor o'zi mustaqil bu narsani qanaqadir kriteriya. Mana 3 tasini ayting, hatto uni foyda bo'lib qolsin, anaqa kuzatuvchilarimizga. Nimaga qarasin tadbirkor, mana moliyachi har doim ham sizga murojaat qilavermaydi-yu, siz endi anaqa qimmat, defitsit, baribir o'zingiz ham vaqtingiz kam yetmaydi. Nima 3 ta kriteriyasiga qarash kerak moliyachini olayotganda? Qanaqa 3 ta narsani tekshirish kerak, savol berish kerak? Xo'p, ikkita eng oddiy narsa, misol uchun diplomi. Mana ular tekshira oladigan narsa diplom. Bilimini tekshirish juda qiyin. Sababi kerakli savollarni bera olmaydi. Diplom deganda qanaqa? Imkon qadar chet ellik bo'lsa yaxshi. O'sha ACCA yoki CIMA yoki qanaqadir chet elda kurslarni o'qigan. Juda ham kurslar ko'p, misol Amerikada ham bor CPA yoki SHOTda o'qigan. Bittasi o'sha. Ikkinchisi texnik savol berib ko'rish mumkin. Qanaqa? Mana misol uchun, meni savdoim oshyapti-da, lekin foydamni protsentni anaqasida ko'rsatkichi oshmayapti. Nimada muammo bo'lishi mumkin degan savol. Mana eng oddiy narsa. Chunki ko'pchilikda shuni muammo bor-da. Biz klientlar bilan gap mana yuramiz, analiz qilamiz. Savdosi oshyapti-da, lekin foydasi oshmayapti. Nimada muammo, nimani kovlash kerak? Eng oddiy savol, lekin oddiy odam ham shu narsani tagiga yeta oladi. Chunki bu oddiy matematika, даже moliya ham emas-da. Misol bitta savol bu bo'ladi. Xo'p, mana shuni tushuntirib bering, hozir mana ichiga kirib, masalan, $100,000 оборот qildim. $10,000 foyda, toza foydam chiqdi. Endi keyingi oyda $120,000 savdo qildim-da, foydam hali ham $10,000 bor. Nimadan bo'lishi mumkin mana shu? Nimadan? Birinchi o'chirda nimani tekshirish kerak? Marjadagi foiz o'sganmi yo'qmi? Marjinalность o'sganmi yo'qmi yoki bir xil tushganmi yo'qmi? Biz birinchi topib olishimiz kerak rasxod qattiq oshganligini. Mana savdo oshdi degani va foyda oshmadi deganda o'rtadagi rasxodlar ko'paydi degani. Proporsionalni ko'paymayapti, undan ham ko'p ko'payyapti degani. Endi biz topib olishimiz kerak, tannaqmi, operatsion rasxodmi? Agar marjinalность foizi o'tgan oydan o'zgarmagan bo'lsa, значит operatsion rasxodda oshgan. Xarajat ko'payyapti. Xarajat ko'payyapti. Mana o'shaning ichini kovlash kerak degan. Shunaqa narsa bor, profit maximization degan narsa bor. Oddiy til bilan aytganda, va aytaylik kurs, haligi sentrlar bor, ingliz tilida o'rgatadiganlar. 20 ta odam sig'adigan sinfga 20 ta odamni tiqsangiz, o'sha yerda profit maksimum bo'ladi. Endi aytaylik, har doim sotuv qilsam yaxshi degani korxona uchun. O'sha korxona uchun, kurs uchun 21 ta sotuv qilish yaxshimi yo'qmi? Yaxshi emas. Minusga olib keladi. Nimaga desangiz, chunki 20 tani bitta anaqaga tiqadimi? Bitta studentni bitta sinfga tiqadi. U degani arenda bor bitta, o'qituvchi olish kerak. U degani 20 dan ko'ra 21 zararliroq. 20 ko'proq foyda olib keladi. Bizning o'zbeklar buni ham yo'lini topadi. Bitta stul qo'shib qo'yadi, 21 ta qilib qo'yadi bo'ldi. U o'zi boshqacha band qo'yadi. Endi misol uchun mana obro'li joylar bo'ladi-yu, qonun qoidalarga rioya qiladigan. Tushundim. Ya'ni boshqa xonani 19 ta joyi bo'sh qolib ketadi deyapsiz. U degani siz 20 tadan 100 so'm topayotgan bo'lsangiz, 21 tadan 100 so'm topmaysiz, 80 so'm topasiz. Tushib ketadi. O'shaqa narsalar bor. Endi o'sha yerda siz nima qilish kerak? Operatsion rasxodlarni analiz qilib chiqish kerak. O'sha narsa bo'lganmi? Biz haligi predeldan o'tdikmi yoki o'zi rasxod ko'paydimi degan narsa. Shu o'rinda ko'pchilik boyga aytganingizdek prochi deb tiqaveradi-da, xarajatlarni statiyaga bo'lishmaydi-da. Demak, xarajatlarni statiya bo'yicha ajratib, misol uchun arenda, elektrichество, internet, oylik, даже oyliklar ham, masalan, administrativniy oylik, boshqa производственный oyliklar bo'lishi mumkin. Ularni alohida ajratish juda ham demak muhim ekan. Shu joyda kerak bo'lar ekanda demak. Albatta. Qaysi joy, qaysi xarajatlar oshib ketayotganini chekirish uchun DNK urovnida. O'shanga biz finuchetni внедрение qilsak nimadan boshlaymiz desa, men birinchi plan sheetov tuzaman. Har doim. O'tirib gaplashaman, hamma ana eskicha daftarlarini, Excel'larini kovlayman. Hamma rasxodlarni bilib olaman. O'shanga qarab keyin plan sheetov yasayman. Hammaga har xil plan sheetov. Lekin bizda bilasiz, buxgalterlar bir xil plan sheetov ishlatadi. Biz buni keyin ishlatamiz-da biz. Nomerini bilishadi. Men birinchi Angliyadan kelganda, shu korxonaga kirganimda,
umuman fikrim unaqa narsa bo'lmagan xayolimda. Esseda nomer вообще qo'yilmaydi. Yo'q, nomer yo'q-da. Faqat ism bilan. Nomer ham yo'q, faqat nom qo'yasiz. Nom qo'yasiz. Mana Angliyada majburiy emas. Qanaqadir formatda siz planshet tuzishingiz. Misol uchun P&L balans sheetlaringiz mana forma 1, forma 2 deydi-yu. O'sha narsalar qanaqadir sharti yo'q. Qanaqa shart? O'sha buxgalterskiy qonunga to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Savdo, tannarx, operatsion rasxod, foyda. Balans sheetda aktiv, majburiyat, equity. O'shaning uchun O'zbekistonda buxgalteriyani tilini tadbirkor tushunmagani uchun buxgalterlar qirol deb yuradi-da, ya'ni. Nima desa o'shani qiladi tadbirkorlar. Buxgalteriya ishdan bo'shamasligi kerak, boshqa qilish kerak. Bittasi shunaqa holat bo'libdi, bir tanishimizda 300 milliongami anaqa qilgan. Buxgalter aldab ketganda, xullas tadbirkor bilmay qolgan bu narsani. Invoice-da nimadir anaqa maxinatsiya qilgan, boshqa qilgan. Men bilishim bo'yicha MSFO, SEC bu MSFO ni o'rgatadi, международный standart o'rgatadi. U yerda ko'proq real hayotga yaqin hisobotlarni shakllantirish, tadbirkorlar tushunadigan bir tilda anaqa qilishni ko'proq harakat qilar ekanda MSFO. Mana bunaqa deydi. Men описание berganimda mana bunaqa. MSFO налоговый emas, tadbirkorning foydasiga ishlaydi. MSFO ning qonun qoidalari nimani xohlaydi desa, prozrachность xohlaydi har doim. Bo'layotgan holatda borligicha ko'rsatgan degan narsani aytadi ko'proq. Bizda bir ikkita qonun qoidalar bor, men uchun sal qiyinroq tushunish. Nimaga unaqa qilingan? Endi bu to'g'ri, balki sababi bordir, bir qanaqadir boshqa bir sabablar bo'lishi mumkin. Lekin MSFO ni ochib o'qisangiz, shundoq bilasiz, shu bu narsa korxona foydasi uchun. Hamma qonun qoidalar. Bizda o'shaning uchun mana numeratsiya yotlaydi. 2-shot, 7-shot, bir nima. Men birinchi kelganda shotlarni aytsa, nimaga shot aytadi? Jahlim chiqib ketardi buxgalteriga. Shot aytmay, otini aytsa, otini bilmaydi yoki otini aytsa, men tushunmayman-da. Hali shetadilar, bir nima de. Sovet paytidan qolib ketgan mana shunaqa narsa-da. Keyin men oxiri shunaqa xulosa qildim. Ikkita odamlar gaplashib, men xulosam shuki, buxgalterlar ishxonani tadbirkorni ishchisi emas, biznes ishchisi emas, налоговый ishchisi. Ular pul to'lash kerak o'zi buxgalterga. Lekin tadbirkor pul to'laydi ularga oliy. Lekin ularga ishlaydi. Bir nima aytsangiz, mana buxgalterga bir nima aytsangiz, mana bu narsani mana qilaylik, o'zgartiraylik desa, yo'q, unaqa qilish mumkin emas deydi. Nimaga desa, ikkita javobi bor. Mani ustozim yo shunaqa o'rgatgan deydi. Yoki налоговый ruxsat bermaydi deydi, so'ramagan. Angliyada men esimda biznes egasi kelgan, aytgan buxgalterga. Yo'q, men bunaqa narsa qilmoqchimiz, men bunaqa mashina qilsak, bizga foydaliroq bo'ladi. Buxgalter yo'q, unaqa qilish mumkin emas, meni ustozim unaqa o'rgatgan demagan, bilmaydi javob. Lekin nima degan? Bo'ldi, harakat qilamiz degan. Налоговый telefon qilgan va o'zini bilimlariga asoslangan holda tortishgan shu narsani. Men bunaqa qilamiz. Oxiri unga ko'nishgan. Nimaga? Sababi qonun qoida bo'yicha hamma narsasi to'g'ri. Ya'ni buxgalter rostdan ham tadbirkorning ishchisi hisoblanyapti-da u yoqda. Chunki u uchun hamma narsani qilib beradi. Endi to'g'ri qonunlarni qanaqa buzishgan bog'liq. Endi anaqa men tushunaman-da. Masalan, sistem motivatsiya tizimi qo'yasiz hammaga, bonus sistema, KPI degan anaqalar bor endi o'sha. Men motivatsiya tizimi deyman-da. Masalan, oylik beryotganda nimaga beryapman o'sha oylikni? Qaysi ish qilsa men ko'proq beraman, qaysi ishni kamroq beraman degan masalada hammaga qo'yib chiqamiz. Zavskladga, sotuvchiga, zakupchiga, shu bir ustozimiz yaxshi narsa aytganlar, даже shu налоговикка ham, ya'ni buxgalterimga ham shu KPI qo'yishim kerak. Masalan, nima uni KPI desa, налогga optimizatsiya qilishda. Kamaytirib ham yuborish emas, chunki kamaytirib yuborsa qaysidir anaqaga daromadga ta'sir qilib qolishi mumkin. Optimizatsiya qilish misol uchun. Yaxshi gap aytdi. Endi qarang, bitta narsa bor-da, buxgalteriyaning ma'lumotidan rahbariyat foydalanmaydi. Nimaga desa, sababi bizda двойной учетlar ketadi-da bu yoqda. Chet elda endi bunaqa Germaniya, Angliyalarda o'zingiz ko'rgansiz yo'q bu narsada. O'shaning uchun buxgalteriyaning ma'lumotidan foydalanadi moliyachilar. Bu buxgalterlar kiritadi, undan bookkeeping qilib kiritib boradi, foydalanadi. Endi bizda ma'lumot buxgalteriya bergan ma'lumotdan rahbariyat foydalanishi uchun двойной учет yo'qolib, prozrachniy bo'lib ketish kerakmi? Hisob-kitob tizimimizda yoki unaqa bo'lib ketsa ham, prozrachniy bo'lib ketsa ham baribir foydalana olmaydimi buxgalteriyaning ma'lumotidan? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mana buxgalteriyaning ma'lumotidan nima bo'lishidan qat'iy nazar foydalanish kerak o'zi. Faqat foydalanish yo'lini o'sha finansist, men aytayotgan finansist finuchotni yo'lga qo'yayotganda o'zi uchun to'g'ri qoida qilish kerak. Aytaylik, shunaqa holatlar bor. Buxgalterlar bir ikkita ma'lumotni finansistga yetarli bo'ladigan darajada detalli bilan yozmaydi. Mana o'shunaqa muammolar bo'lishi mumkin.
Xo'p. Oq bilan ko'kka ajratmasligi mumkin. Nalogiga qo'ygan shartga ajratadi, lekin oq bilan ko'kka ajratmaydi. Endi agarda o'shanaqa holat bo'lsa, значит, protsessni boshqacha qurishga majbur bo'ladi finansist. Qanaqa? Или же finansistga keladi informatsiya, keyin buxgalterga boradi. Lekin buxgalterga kelib, keyin bunga boradi. Ana o'sha narsa bor. U qanaqa qurishga bog'liq. Lekin nima bo'lishidan qat'iy nazar, finansistda ikkala taraf yig'ilishi kerak. Ham Seri, ham Bailey. U Baileyni chetga chiqarib qo'yib, o'zi yig'a olmaydi baribir. O'zidan o'zi yig'a olmaydi. O'zi yig'ishi uchun informatsiya undan o'tadi, keyin buxgalterga borish kerak. Lekin bizda ko'p joy отдельно ishlaydi, bilsangiz agar. Ular отдельно, biz отдельно. Qanaqa unaqa bo'ladi desa, bilmaydi. Chunki o'shandan keyin ko'p raznica chiqadi. Qanaqa desa, mana byudjetda aytaylik 10 million so'm byudjet qo'ydik. Bittasi boradi, bittasi emas, o'sha zakup отдел boradi, gaplashib keladi, dogovor olib keladi. 6 million yoki tam 6 millionga olib keldi. Lekin kelishuvi o'zi aslida 7 million. Nima degan? Sotuvchi sotuvchi odam 6 millionni anaqa перечисление 1 million naqd degan. 6 millionlik dogovor buxgalterga olib borib beradi, naqdga finansistga boradi. Nimaga? Bizda finansist kassani ushlaydi. O'zi ushlash kerak emas buni ham. Finansistga menga 1 million kerak. Nima rasxod desa, mana bunaqa rasxod deydi. 1 million deydi. 10 milliondan 1 millionni minus qiladi, 9 million byudjet qoldi deydi. Bo'ldi, ketdi. Ozginadan keyin boshqasi keladi va o'sha 9 millionni ishlatishadi. Keyin tugagandan keyin, oy tugagandan keyin bilishadiki, что o'zi boyagi 1 million emas, 7 million. Просто 6 millionni через anaqa buxgalteriya bo'lgan. Mana shunaqa haligi informatsiyalarni o'tib ketmasligi uchun anaqa tizimni shunaqa qurish kerakki, informatsiya to'g'ri aylanishi kerak. Hech qachon qolib ketish kerak emas informatsiya. Buning uchun единый sistema qo'yish kerakmi? Uchetniy sistema qo'yish kerak? Xolasa 1S'ni ham qilsa bo'ladi. Bizda ko'pchilik tadbirkorlar, odamlar o'ylashadiki, 1S bu buxgalterskiy programma deb o'ylashadi. Lekin o'zi aslida 1S zo'r programma va bizda o'sha hamma qilmoqchi bo'lgan finans o'shanda ham qilsa bo'ladi. 1S'da ham qilsa bo'ladi. Xolasa boshqa programma oladi va boshqa programmada ikkita joydan informatsiya tortadi. Baileydan ham, Seridan ham. Ana o'shanda yig'iladi. Bizda hech qachon haligi Bailey qilmaymiz, buni qilamiz yoki buni qilmaymiz, buni qilamiz deya olmaymiz. Nimaga? Chunki bizga berayotgan отчет ustida tadbirkor qaror qabul qiladi. Agarda menda qanaqadir raqam yetishmasa, qarori xato bo'ladi. Ertaga problema bo'lishi mumkin. Muammo bo'lishi mumkin. Angliyada seri uchet bormi? Men ko'rmaganman. Bizning korxonada ko'rmaganman. Endi sizniki katta korxona bo'lgan. Endi juda ham katta bo'lgan. Endi 100% Baileymi desa, yo'q, Bailey 100% bo'lmasligi mumkin. To'g'ri, birikta narsalarni o'tkazmasligi mumkin. Mayda-chuda narsada, lekin katta narsa emas. Mana bizda 50-50, 60-40 bir xo'jalik ko'pi. U yerda 20% ham seri bo'lmaydi-da. Juda ham kam bo'lishi mumkin. 2%, 3%. Endi men ishlagan korxonada kam yo'q edi, pashti. Men ko'rmaganman. Qarang, mana shu uchetni hozir tizimni to'g'ri qurish kerak deganingizga bitta oydinlik kiritsak-da. Hozir siz aytganingizdek, tadbirkor rahbar to'liq moliyaviy hisobotini, umuman ikkita cho'nchagimda nima borligini bilish uchun u alohida uchet yuritadi-da. O'zi odatda alohida, ana bizda chorniy buxgalter yoki yordamchim deydi. U odam Excelga hammani buxgalteriya ham kiritgan, bank vipiskalar hammasini kiritgan narsasini yana ikkinchi marta kiritib o'tiradi-da. Keyin u anaqa shakllanadi. Aytayotgan boy 60% buxgalteriya, Bailey 40% bu yerda seri bo'lsa, hammasini yig'ib kiritadi alohida yana. O'zi idealda qanaqa bo'lish kerak? Masalan, siz qanaqa taklif berardingiz, qanaqa qurgan bo'lardingiz yoki qanaqa qurish kerak? Alohida tranzaksiyani kiritmaslik uchun. Mana shunaqa to'g'risi qanaqa bo'ladi o'zi? Agarda osonlashtiraman desa, mana men o'zim bo'lsam nima qilardim? Men birinchi o'chirda 1S o'sha Bailey tarafini 1S qurgan odamlarni chaqirardim. Fidesmi, hali Vincommi, kim bo'lsa, ular yaxshi, misol uchun anaqa specialist. Moliya uchun nima kerak degan narsani ajratib olardi va o'sha narsa 1Sda bormi tekshirib olardim. Agar yo'q bo'lsa, nima qilamiz? Vincomni yoki o'sha Fides chaqiramiz va unga qo'shimcha yacheykalar, tam field deydi, o'sha yozadigan narsalarni qo'shib beradi. Endi buxgalter faqatgina boyagi nalogi uchun qilayotgan daniylarni emas, endi oq bilan ko'kka ham ajratadi endi. Misol uchun ko'pchilik haliga AUP bir nima podrazdeleniyalar bor har xil. Ana o'sha narsani o'zgartirish mumkin-da o'zi, lekin hech kim o'zgartirmaydi u narsani. Xohlang podrazdeleniyaga bo'ling, xohlang biznes unitga bo'ling, xohlang do'konlarga bo'ling, xohlang lokatsiyaga bo'ling. Bo'lsa bo'ladi 1Sda ham. Men o'shanaqa bo'ldirtirardim, Baileyni o'zini va buxgalterlarga vazifa qo'yardim. O'sha narsani ham kiritasizlar. Faqat kiritish kerak, kiritmasa ishlamaydi narsa.
Endi o'sha narsani qilganimdan keyin, misol uchun, 1S orqasida ham xuddi shu boshqa programmalar kabi отчет chiqadi. Oddiy tilda all transaction report, ya'ni OSV deydimi? Оборотная saldo ведомость degan отчет bor. O'shanaqadan tortib olardim-da, o'zim formatimga qo'yib, bo'ldi, отчет qilaverardim. U yog'ini seriyadan yig'ardim. O'shanda men hech qachon belini o'tkazib yubormayman. Nimaga? Men уже bo'ldi, qurib qo'ydim hamma narsani. Balki seriya ham boshqa sistemada yuryaptimi hozir shunda? Yo'q, seriya boshqa programmada yurayotgan bo'lsa endi seriyani ham bitta programma yurg'izsa bo'ladimi desa, men o'zim ko'zim bilan ko'rmaganman, lekin eshitganman. Bitta programmada uni ham buni ham qilishgan. 1S ichida u ham bor, bu ham bor. Lekin u налоgiga kelib tekshirayotganda qani учетный programmani ko'rsat deganda servis ko'rinib qolmaydimi? Endi ulardan so'rash kerak. Texnik masala qilsa bo'ladi-da. Qilsa bo'lar ekan. Endi men to'g'ri ko'rmaganman, to'g'risi. Lekin biz odatda nima qilamiz? Mana odatda shunaqa qilamiz. Xolasi ikkita programma ishlatamiz va bitta joyda ulaymiz. Excelda ulasa bo'ladi. Endi ikkinchi variant qanaqa? Bu programmangiz основной programma, qanaqa основной? Sizni hisobot qilib beradigan programma. Qanaqa qilsa bo'ladi? 1S dan API orqali ulasa bo'ladi. Bu bir. Men Angliyada qilgan ishim nima desa, bitta bazadan danini olib CSV formatiga o'zgartirib va o'sha kolonkalar bo'ladi, template bo'ladi, o'sha shablonlari o'shanga qo'yib upload qilardim. Bo'ldi, bir kunlik datani shunda tiqib yuborardim. Ana o'shanaqa qilib bitta narsada bitta programmada yuritsa bo'ladi. Endi yo'q, unaqa o'xshamaydi, buxgalter tortmaydi unga desa, endi siz uni tepasiga proses qo'yishingiz kerak. Qanaqa desa, informatsiya kelganda unga birinchi kelish kerak emas. Bizadan o'tsin, keyin unga borsin. Shunda siz buxgalterlik vazifangizni ham bajarasiz. Na уровне управленческого учета. Ya'ni o'zingiz ajratasiz. Nima dogovor keldi, dogovorni ko'rasiz, pullarni nima qanaqa dogovor o'zingizni sistemangizga o'shani kiritasiz. Har xil qursa bo'ladi protsessni. Faqat qiyinlashib ketishi mumkin. Agarda kadrlar masalasi muammo bo'lmasa, oson qura olasiz. Ya'ni o'sha через buxgalteriya qursa bo'ladi. Lekin kadrlar bo'lmasa, unda hamma narsani bitta joyga yig'asiz, keyin tarqatasiz. Nimaga desa, miya bitta odam bo'ladi-da. U hal qiladi qanaqa ajratishni. Tushunarli, qabul qildik. Endi qarang. Bitta kompaniya bor. Misol uchun, o'zim tushuntirib bering mana. O'zi korxona qachon boyga yetganingizda moliyachiga muhtoj bo'ladi, qachonki boshida ura marketing qiladi, sotadi, katta bo'ladi-da, keyin qaysidir darajaga yetganda foydani boyga yetganingizda oshirish uchun xarajatlarni optimallashtirishni boshlaydi-da, o'zi kesishni boshlaydi. Mana bu kerak emas, chunki boshi suvdan oshirish uchun har xil xarajatli ishga olib tashlagan bo'ladi, kesishni boshlaydi, foyda oshadi. O'sha yerda moliyachi o'zi rol o'ynaydi-da, moliyachi kelib, mana analiz qiladi. Endi misol uchun bitta kompaniya bor, $500,000 marjada ishlaydi. Misol uchun IT kompaniyami yoki qanaqadir shunaqa eksklyuziv tovarlar sotadigan kompaniyamida, u sotsa bo'ldi-da. Ya'ni sotuvchi faqat qiladigan ish sotuvchilarni qo'shimcha olib sotursa, marketing qilsa, bo'ldi, foydasi oshaveradi-da, unga qiziq emas-da. Mana o'shanaqa kompaniyalar moliyachi olish kerakmi, kerak emasmi? Va olish kerak bo'lsa nima kerak? Shunaqa kompaniyalarga. Moliyachiga talab, mana o'zi tadbirkor qachon marketingga, boshqasiga qachon talab bo'ladi, bir og'riq bo'lsa bo'ladi. O'zi shunaqa. O'zi uchayotgan bo'lsa, ko'pincha psixologiya shunaqa fikr beradiki odamga, sen o'zi zo'r qo'ysan hamma narsani deydi. Sen ishligim kerak emas, ishlasa kerak emas deydi. O'zi zo'r ketyapti deydi. Endi men shu narsaga boshqacha qaraylik. Endi tasavvur qiling, mana meni biznesim $1 million topyapti yiliga. Zo'rmi? Zo'r. Вообще zo'r. Usluga firma $1 million topish qiyin-da o'zi, $1 million topyapti. Menga moliyachi kerakmi? Kerak emas. Tadbirkordagi o'ylaylik, mana kerak emas deydi. Endi agarda moliyachi kelib, analiz qilib berib, menga aytsa-da, siz $1 million topyapsiz-ku, lekin o'zi aslida $2 million topishingiz kerak esa, moliyachi kerak bo'lib qoladimi darrov? Kerak bo'lib qoladi. O'shaning uchun ko'pchilik qanaqa fikrlaydi? Foydada muammo bo'lsa, pul topmasa, kasbiy razriflarga uchraydigan holatlarga yuzlashganda moliyachi qidiradi-da. Hammasi zo'r bo'lganda moliyachi qidirmaydi. Lekin bitta narsani tushunishmaydi, ko'pchilik topayotgan puli o'zi aslida 2 barobar kam bo'lishi ham mumkin, zo'r pul topsa ham. O'sha $500 ming topayotgan odam o'zi aslida $1 million topishi kerakdir. Undan xabari yo'q. Nimaga? Chunki o'zini daromadini yaxshilikli, komfortli zonasi 500 mingga baholagan. Zo'r bo'lyapti degani mana mana shu bilan baholaydi. Lekin moliyachini chaqirsangiz, u dirkani topadi. Misol uchun to'g'ri zo'r bo'lishi mumkin biznes. Dirkani topsa, u 500 ming ertaga 700 ming bo'lishi kerakligini unga tushuntirib bersa, ana o'shandan keyin moliyachi kerak deydi. Yoki McDonald'sga o'xshab, sani foydang, biznes modeling boshqa joyda deb ko'rsatib beradi. Ko'chmas pul bilan shug'ullanganda o'shanga kirib ketadigan. To'g'ri. Demak, bu
da orudan kelib chiqish kerak ekan, yoki oru sotadi yoki ajidaniyani sotish kerakda. O'shaning uchun moliyachi по-любому kerak deb hisoblayman men. Nima bo'lsa ham kerak. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar. Yoki o'sha holatda o'zida foydasini oshirib beradi yoki ko'rinmayotgan imkoniyatlarini ochib berishga kerak bo'lar ekan. Finansga bog'liq bo'lgan problemalar korxonaga sekin ta'sir qiladi. Bittada bilinib qolmaydi. O'shaning mana finansistni olish kerak baribir deyapman. 500 ming topayotgan odam to'g'ri, hozir topayotgan, lekin qaysidir paytga borib topmasligi mumkin. Kimdir kopiya qilishi mumkin uni modelini yoki konkurent ko'payishi mumkin. Ming xil narsa bo'lishi mumkin. U narsani oldindan bilish uchun hisob-kitob qilmasa bila olmaydi. Pastga ketyaptimi yo'qmi? Biza bitta klient bilan hisob-kitob qilganimiz uchun 1 yil davomida ancha katta o'zgarishlar qildik. Lekin o'zi aslida shu narsani qilmasdan oldin o'ziga aytsangiz, mana shunaqa muammolaring borsa, ha, bilaman deydi. Mana bilyapti o'zi borligini shunaqa. Lekin biz hisobot qilib ko'rsatib va tavsiyalar bergandan keyin ancha katta o'zgarishlar bo'ldi. O'shaning uchun moliyachi по-любому kerak. Zo'r bo'lsa ham kerak. Ertaga to'satdan bittansa muammo bo'lsa, bizadan nima xohlaydi odam klientlar? Bugun kelib, bugun hal qilib, bugun o'zgartirib olgan deyshadi. Ya'ni unaqa endi so'zma-so'z unaqa deyishmaydi, lekin ajidaniyasi shunaqa. Nimaga desa, chunki muammoga o'zidan o'zi kirib qolganini o'zi bilmay qoladi-da. U narsa sekin bo'ladi. Sekin portlaydigan narsa. Da, tushunarli. Endi qarang, ichiga kirsak-da, mana odamlarning hozirgi tadbirkorlar orasida juda ham keng tarqalgan kultura deydimi, uni madaniyat yoki hisob-kitob madaniyatidan bittasi. Mana biz endi saporni aytamiz, borgan joyimizda bir 4 yil oldin borgan joyimizda yangi boshqatdan ochishgan bo'lgan. Keyin srazi sistemaga chaqirishgan bo'lganda bizani qo'yaylik deb. Keyin tarixini so'raganimizda bankrot bo'lishgan bo'lgan ular. Nolga tushib ketgan. Ya'ni ana aytadi bizda bitta ko'targanda kotyolni ana kreditorgasi, xullas debitorkasidan baland chiqib ketganda, nechim platit deydi. Ya'ni keyin minusga kirib, men ular halol odamlar edi, keyin to'lab chiqib, amallab, keyin boshqatdan yana pul tikib, investorlar topib, ko'tarilib, hozir ancha yaxshi yo'lga tushib ketishdi ular. Ya'ni ular boshidan o'tkazishdi-da shu narsani. Keyin moliya tizimini yaxshi yo'lga qo'yishdi, sistema qo'yishdi programmaga, hozir o'shani ishlab, hozir rivojlanishyapti. Qanaqa hisoblashgan desa, bizda ana kotlovый metod deydi-yu, ana ya'ni qanaqa kasb. Qancha yoki kassavida qancha foyda qilding deganda ostatkani ko'taramiz, oy oxirida debitorkani sanaymiz, keyin anaqa kassani sanaymiz, aktivlarni hisoblaymiz. Mana shu 3-4 ta narsani основной средствоlarni sanaymiz-da. Masalan, $100,000 bo'ldi. O'tgan yili qancha edi mashina? O'tgan oyda 190 ming edi. Hozir 100 ming. 10 ming foyda qilamiz. Deymiz-da, men foydani mashinaga hisoblab ketamiz. Hozir hamma ko'pchilik shunaqa hisoblaydi. Bozordagilar 1 yilda bir marta qiladi shuni. Shu narsa tem bo'ladi, 1 yilda bir marta qiladi. Bunaqa hisoblashsa endi biz bilamiz, mana o'zimizdan iste'dan qilganmiz. P&L, balans, hamma foyda zarar hisobotlari o'zining qonun qoidalari bor. Ya'ni pul chiqim bo'lganda uni xarajatni o'sha oyda tan olaymi yoki uni tan olmaymi, начисление qilaymi degan anaqalar bor, bu yerda chuqur kirmaymiz. Nima zarari bor? Ya'ni qanaqa yomon oqibatlarga olib kelishi mumkin shunaqa hisob-kitob. Yoki qaysidir darajada ular pravmi, haqmi, shunaqa hisoblayotganlar. Moliyachisi bo'lmasa, imkoniyati bo'lmasa, eng kamida shuni hisoblash kerak. Bu mana tadbirkorlarning o'zi aslida buxgalteriyani shu hamma narsa shaxsiy moliyadan kelib chiqadi. Mana shaxsiy moliyani hamma biladi, o'zini baribir hisoblaydi-yu, qanaqadir ma'noda. Eng past urovenda hisoblasa ham o'zi o'sha buxgalteriya deganida. Mana o'sha siz aytganingizdek, kassani, debitorkani qo'shib, tam kreditorkani ayirib, nimalarni o'tgani qancha bo'lgan. Mana shu nima desa, aktivlarni hisoblaydi, liabilityni hisoblaydi, kapitalni chiqaradi. Kapitaldagi pul raznicasi, o'rtadagi raznicasi нераспределенный прибыль bo'ladi. O'sha 1 yilda bir marta bo'lsa, o'sha нераспределенный прибыль kelib chiqadi. O'zi asli buxgalterskiy hisob-kitob qilyapti degani tadbirkor. Endi uni muammosi nima desa, u faqatgina foydani hisoblab beradi, bo'ldi. Boshqa narsa hisoblamaydi. To'g'ri, bizda 99% klient hozir foydani to'g'ri hisoblashi va ko'rish xohlayapti o'zi aslida. Lekin men o'shalarga aytaman, P&L balans sheet chiqarish muammo emas. Tez chiqarsa bo'ladi, daniyni qilsa bo'ladi. Lekin o'zi основной narsa unda emas. P&L balans sheet ko'p narsa bermaydi o'zi. Faqat foydangizni bilasiz va statusingizni bilasiz. Ya'ni balans sheet sizni holatingizni ko'rsatib beradi. Men ko'proq analitikada deyman. Ko'proq analiz qilish kerak deyman. Masalan,
oddiy savdoni analizi. Qarab ketyapmiz. ROI oshyaptimi, kamayyaptimi, boyaga aytgan narsalarmi, marjinalность foizni o'lchash, ya'ni vertikalniy, gorizontalniy analizini qilish. Biza faqat foydani ko'rsak, mana 5000 topimiz, yaxshi, ertaga 6000 topimiz, keyin 5500 top deydi-desa, okey deb ketadi tadbirkor. Bizning opitimizda shu narsa уже bo'ldi. Hamma klientlarga kimga qo'yib bergan bo'lsa, ozginadan keyin zerikib qolgan уже bo'ldi. Foydani ko'ryapti, P&L ko'ryapti, hop, P&L, hop, balans sheet, hop, icho dalish deydigan savol berishyapti-da. O'sha dalishsa nima desa, analiz. O'shaning uchun ular qiladigan metod nimani beradi? Faqat foydani chiqaradi. Lekin ularni o'sishi uchun, kelajakda qanaqadir muammolarni ko'rishi uchun analiz qilish kerak. U degani P&L ham bo'lish kerak, обязательно P&L balans sheet bo'lish kerak. Chunki ulardan qanaqadir ratiolar chiqadi, qanaqadir metrikalar chiqadi, qanaqadir o'lchovlar chiqadi. Va keyin o'tdagi datani olib har xil analizlar qilsa bo'ladi. O'sha oqqa, ko'kka ajratib turib, qaysi biri yaxshi, qaysi biri yomon. Bir videomda aytib berdim. Qanaqa tannarxi tushirsa bo'ladi? Tannarxi tushirib bo'lmaydi o'zi. Bunday olib qarasa, to'g'rimi? Ko'pchilik shunaqa deydi. Nimaga desa, zavod berayotgan narxi faqat savdolashib tushirasiz. Lekin o'zi minimumda desa, Xitoydan olib keladigan tovar. Biz ko'pincha nimasiga e'tibor beramiz? Tannarx shakllantirayotganda, mana skladimga kelib tushdi, necha pul bo'ldi desa, $5 desa, $5 tiqadi hamma. Biz unaqa qilmaymiz. Biz qanaqa qilamiz? Zavod necha pulga sotdi desa, 4 ga sotdi. Xo'p, endi o'rtada nima bo'ldi? Pul o'tkazdik, tarjimonga pul berdik, u qildik, bu qildik, o'rtada dosмотр bo'ldi, logistika bo'ldi, u bo'ldi. Hammasini rasxodlarini, haligi landing cost deydi-yu, qo'shimcha xarajatlar, tannarxga o'tiruvchi yig'iladigan xarajatlar. O'shani yig'ib, keyin tovar sklad kelganda o'shani qo'shamiz. Keyin uni oyma-oy analiz qilib chiqamiz. Birinchidan qaysi tovar logistikani yeyapti. Chunki logistika bilasiz, qaysi joyi kiloga, qaysi joyi haligi razmerga o'lchaydi. O'shani analiz qilsangiz, siz qaysi tovarni nima yo'l bilan olib kelishni bilasiz va sizni себестоимостьsiz avtomatik tushadi. Lekin boyagi metodda uni ko'rib bo'lmaydi. Ya'ni ichiga kirish kerak bo'lar ekan. Albatta. Uning uchun sizda informatsiya bo'lish kerak. Qancha ishlatyapsiz, nima qilyapsiz? Baza распределения, to'g'ri. Chunki o'sha logistika xarajati uchun siz kubometrga to'laysiz-ku. Qaysidir tovaringiz sizda yarim vagonni arzon tovar egallab olgan bo'lishi mumkin. Yarim vagonni mayda tovarlar egallab olgan bo'lishi mumkin. O'shanga qarash kerak ekan, tushunarli. Endi demak tushunarli. Birinchi demak boshlanayotganda katlovoy metod bilan boshlab, keyin P&L balansga o'tish kerak, lekin kattalashayotganda, lekin katta bo'la olmaydi. Katta bo'la olmaydi, aniq aytganda. Agar uni tizim yo'lga qo'ymasa. Hozir mana moliyachi boshqaruv hisobi deb gaplashdik. O'zi o'sha moliyada bo'linadi-da, o'zi endi moliyaviy hisob, boshqaruv hisobi degani, moliyaviy hisob nimaga deganda tashqi foydalanuvchilarga deydi. Misol uchun investorlar, banklar pul tikmoqchi bo'lgan, ular balans P&Llarni analiz qilib, diagnoz qo'yib bera oladi-da. Yoki налоговикlar misol uchun налог to'g'ri hisobladimi yo'qmi. Boshqaruv hisobi deganda ichki moliya, ya'ni shu boya aytganingizdek aylanmalar, tovar aylanmasi, likvidliklari, gorizontalniy analizlar, boshqalar, EBC analizlar. Boshqaruv hisobini, masalan, moliya hisobini standartlari bo'ladi-da, o'zini shakllantiriladigan meroviy standartlari, boshqalar. Ichki boshqaruv hisobida-chi, boshqaruv hisobini qanaqadir standartlari bo'lishi kerakmi, shakllantiriladigan yoki определенно kim masalan o'zini proses har xil bo'ladi-ku korxonani ichida. O'shandan kelib chiqib effektivность nima qilsa effektivность yaxshi bo'lsa, o'shanga qarab qaror qabul qilish kerakmi? O'zi mana boshqaruv hisobotini tayyorlayotganda o'zi nima deydi, belgilangan standart emas, metrikalar bor. Nimani o'lchash kerak? Effektivность qanaqa o'lchaymiz, likvidnost qanaqa o'lchaymiz, proficiency, efficiency deydi-yu. Mana shu metrikalar bor. U metrikalarning o'zining formulasi bor. Nimaga ko'paytirib, nimaga bo'lish kerak. U degani u P&Ldan balans sheetdan oladi. Biz P&L balans sheetni biz shunaqa shakllantirishimiz kerakki, чтобы mana ratiolar, metrikalar chiqishi uchun. O shunaqa shakllantiradi. Endi undan ham chuqur ketaman desa, u o'ziga qarab bo'lib ketaveradi. Misol uchun men odatda qanaqa bo'laman desa, korxonani yo'nalishiga qarab, holatiga qarab P&L balans sheetni o'sha bo'lib tashlayman. Misol uchun savdoni bir xil tochka bo'yicha bo'ladi. Bir xil misol uchun brend bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Bir xil misol uchun tovar kategoriyasi bo'yicha bo'ladi. Ana o'sha narsa nimadan зависит qiladi desa, biznesdan зависит. Bir. Ikki, men ko'pincha bir nimani qilishdan oldin odatda tadbirkor bilan ko'p suhbatlashaman. Qanaqa ma'noda?
qiziqishi va o'zi foyda nimadan kelishini tushunishim kerakman. Dunyoqarashini bilib olishingiz kerak. Nimaga? Sababi mana men o'zim biznes qilsam, o'zim biznesimda pulni qanaqa topishni bilsam, nimaga e'tibor berishimni bilsam, hisobotim o'shanaqa yasayman deganda. Endi men uni tushunishim kerak. Uni biznesini tushunishim, chunki men u biznesni tushunmayman. O'shaning uchun u bilan ko'p gaplashib va u aytib berganidan keyin men bilamanki, что endi hisobotlarni analizini mana qilish kerak. Ya'ni qanchalik detalniy bo'lish kerak desa, men u odamdan bilaman. Chunki men biznesni o'zini tushunmayman-da. O'shani bo'lganimizdan keyin u yog'iga cheksiz analiz. Mana cheksiz deganda qanaqa ma'noda aytaman? Biz mana 20 baro hisobot qonmiz, bitta joyga mana 1 yil qildik. Mana endi haligi nima edi? Anaqalar qonni, hamma narsa hazm qilib bo'lindi va ishchisiga o'rgatdik u narsani, ishchisi qilishni boshladi. Endi yangi metrikalar beringlar deyapti. Mana yangi analiza. Nima qilamiz endi desa, savdoni analizi. Detalniy 3,5 ming, 4 mingta SKU'si bor odam. Shunaqa biznesda rangigacha analiz qilib chiqsa bo'ladi, misol uchun. Ya'ni dars yana chuqurlashsa bo'ladi. O'shaning uchun управленческий учет bu odatda tadbirkor, endi aytaylik, finans tushunadigan, maqsadini biladigan, strategiyasini biladigan, qanaqa vazifa qo'ysa, ana o'shanga qarab hisobot chiqaradi. Uni chiqish uchun data entry, ya'ni daniylarni kiritish yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak. O'shaning uchun men har doim aytaman-da, o'shani sap qo'yish kerak. Sapmi, boshqa programma qo'yish kerak deyman. Men Excelda qilsa bo'ladi, mana bizani konkurentlarimiz bor ko'chada, xuddi shu men qiladigan ishimni qilishadi. Ko'pi Excelda ishlaydi. Excelda men qilib bo'lmaydi deyman hammaga. Lekin qilsa bo'ladi. Qanaqa qilsa bo'ladi desa, Excel ishlatib turgan odam Excelni zo'r bilish kerak. Bitta narsa o'chib ketsa bor, uni ertaga kontrol qilmaydi. Ikkinchi narsa, Excelda debit kredit qilish qoidasi bo'yicha, ya'ni sistemaga o'xshab qilish juda qiyin. O'shaning uchun uni ishlatayotgan odam shunaqa buxgalteriyani shunaqa zo'r bilish kerakki, bir ikkita narsalarni yozayotganda bilish kerak, что bu debit, bu kredit. Ya'ni qonun qoidaga rioya qilmayapman, lekin ertaga hisobot qilsam to'g'ri chiqadi degan narsalarga e'tibor berish kerak. O'shaning uchun eng muhim narsa P&L balans sheet emas, boshqa narsa emas. Eng birinchi narsa bu data. Datani yig'ish. Datani to'g'ri yig'ish kerak. Eng katta muammolar mana shu protsessda bo'ladi. Keyin mana bitta Rossiyada Niskushniy finansi degan bitta kompaniya chiqqan. U anchadan beri ishlaydi. Moliyachilarni arendaga berar ekanda. 400 ta 500 ta moliyachisi bor, eshitgansiz. Oyiga $1000 anaqalardan outsourcega oladi moliyasi hisobini-da. Boya aytayotganimizdek, datalarni kiritib borishi ko'proq oladi, analiz qilib beradi, orada, keyincha. Lekin ular birinchi navbatda aytadi, fin model qilib beramiz deydi. Ya'ni ularni nima lead magneti anaqada, fin model $300-400 ga qilib beradi. Bizda fin model yaxshi konsultantlar oldiga borganda fin modeling bormi deganda nima u deyishadi. Ko'pchilik tadbirkorlar nimaligini ham bilmaydi. Nima kerak degan savolga ham javob berishmaydi-da. Fin model mana o'zingiz ayting, fin model tadbirkorga nima qilish kerak fin modelni boshida? Xo'p, birinchi narsa endi infobiznes deymizmi? O'rgatadigan odam ko'payib ketdi-da hozir. Shunaqa holat keldiki, fin model deganda hamma har xil narsa tushunyapti. Mana fin model o'zi nima desa, fin modelni qachon qilinadi? Biznes qilishdan oldin qilinadi yoki bitta biznes ichida yangi yo'nalish qilmoqchisiz, o'shanda qilasiz. U nima qilib beradi desa, qilmoqchi bo'lgan ishingizni raqamlarga o'girasiz. Mana aytaylik, o'sha Excelni ochasiz, P&L balance sheet formatiga olib kelasiz va finansiy so'raydi. Xo'p, nima qilmoqchimiz desa, mana bunaqa narsa sotmoqchimiz. Xo'p, nechta sotmoqchisiz? 500 ta. Qayerdan keldi bu raqam? Har bittasini haligi due diligence degan narsa bor, haligi tekshirib chiqadigan narsa bor. Qanaqa yondashuvlar ishlatdingiz, qanaqa assumption, endi anaqasi o'zini veriyatность. Qanaqa veriyatniy narsalarni ishlatdingiz, mana shunaqa narsalarni, informatsiyani yig'ib, siz qilmoqchi bo'lgan ishingizni o'sha raqamlashtirasiz-da, o'sha yerda foydalaringiz chiqadi. Balansingiz ham yig'iladi. Qanaqa holatga 1 yilda men mana bunaqa bo'laman. Xohlasangiz NPV ham qilib yuborasiz bugungi kunga o'girib. Mana shu fin model. Endi ko'pincha biznes ketayotgan paytda fin modelingiz bormi deb so'rasa, men tushungan narsa, ko'pchilik nimani so'rashyapti, ular boshida fin model qilib va o'sha fin modelga rioya qilgan holatda ketyapsizmi degan savolni beryapti deb tushunaman-da. Chunki har oy fin model qilinmaydi. Fin model o'zgarish ehtimoli bor. Nimaga desa, yoki yondashuvni o'zgartiradi, yoki strategiyani o'zgartiradi, yoki eng oddiy narsa ko'pchilik bo'lgansa xato qilib qo'ygan. Ana o'shanda o'zgartirsa bo'ladi.
bo'lmasam o'zgaradigan narsa emas u. U har doim bir xil ketadigan narsa-da. Umuman foyda beradimi, bu biznes bermaydimi degan narsaga savolga javob beradi-da, endi olib qarasangiz. Ko'pchilik endi bizda qilmagan-da bu narsani. Endi nima o'rtada qilish kerakmi shu narsani? Qilmagan odam. Qarang. 2020 emas ekan. 2019midi yo 2020-yil mana men o'zim o'sha paytda aksyor qilardik. Mobiyoyimizda bo'lardi. Nimagadir yana o'zim biznes qilgim kelib qolgan va o'shanda bedana qilaman deganman. Bedana bittasi maqtagan, tuxum qanchadir bir $10,000 tiksa, tam $20,000 tiksa qanchadir bedana bo'ladi. Mana nima qilganman o'zim. Bo'lmasam tadbirkor emasman men unaqa zo'r. Finansist bo'lganim uchun Excel olganman hamma tanish bilishga borganman. Bir parrandachilik vazirligimi degan narsa bor. Bizda anaqada Chilonzorda tanish topganman, o'sha yerga kontakt, o'sha yerga kirib hamma bilan gaplashib, o'sha raqamlarni qo'yib, bitta chiqarganimdan keyin qilish ne stoyt ekan degan. Nimaga desa, 10,000 tiksangiz, unaqa vajniy foyda chiqmayapti-da. U yoqqa 100,000 dan 200,000 gacha tiksa, yaxshi foyda chiqadi. Lekin muammosi nima desa, bedana o'lib qolish ehtimoli juda katta ekan. Hali paq etsa ham o'lib qolaverar ekanda. Ishi ko'p ekan uni. Ana xuddi shu mana film model meni o'sha narsadan to'xtatdi, misol uchun. Men o'sha anaqalarni ko'rdim, bu yerga pul tiksa qiladigan narsa emas ekan dedi. Ko'pchilik nima qiladi? Bittasi keladi, aka men zo'r bo'lyapti desa, yo'q desa, qancha topolsa, menimcha tikdim, menimcha topolman dedi. Bo'ldi, o'shani o'zi yetarli. Film model o'sha ular uchun. Biznes boshlanib ketadi, to'g'rimi? Uni raqamlashtirish kerak baribir. Zo'r, tushunarli. O'sha aytdim, anaqaga outsourcega oladi moliyani degan. Искусственный finans. Da, bizada shu narsa ham rivojlanmoqda. O'zi bizada nimada bu shakllandi? Boshida buxgalteriyani outsourcega olish boshlandi-da, 4-5 yil oldin. O'sha kichkina kompaniyalar ko'p ochilishi boshlandi, ATTlar, o'lar. Keyin kompaniyalar ham hozir ko'payib ketdi. Buxgalteriyangizni $100 ga oyiga oladi, otchetlaringizni topshirib berishadi. Hozir ko'p tadbirkorlar ichki moliyasini ham, boshqaruv hisobini ham o'sha aytganimizdek, boya siz odam qo'yib ketaman dedingiz-ku. Endi siz ishingiz tizimini qo'yib berasiz, chiqib ketasiz-da, proyektni ishlaysiz. Misol uchun 2-3 oy ishlaysiz, u yog'iga masalan moliyachi bo'lmasa, siz ishingizni davom ettirib keta olmaydi. Bizda hozir O'zbekistonda masalan kimdir shu ishni qilmoqchi bo'lsa, moliyani outsourcega olib uni olib bormoqchi bo'lsa, qanchalik uni ishi o'xshaydi deb o'ylaysiz? Qiyin emasmi bu narsa demoqchiman. Qilsa bo'ladi, lekin нескучный finansi men o'zi qila olmaydi deganman bitta klientga. O'sha klient bugun telefon qildi. O'sha bu ishlamayapti baribir. 4 oy, 5 oy ishlashdi. Yana bitta klientim bor. Endi klient bo'lmagan, u prosta maslahatlashganmiz. U ham indinga chaqiryapti. O'sha narsani bitta ko'ring deyapti. Mana nimaga ishlamaydi? Qarang, finans u buxgalteriyaga o'xshagan narsa emas-da. Buxgalteriyada qonun qoidani налоговый belgilagan. Oddiy qanaqadir qoida bor. Raqamlarni olasan, qanaqa olasan desa, bankdan kelgan pul belgi hisoblanadi. Bankdan kelmagan pul meni ishim emas deydi buxgalter, to'g'rimi? Bo'ldi. Bankka oladi, yana bir narsani oladi, bir ikkita do'g'orlarni so'raydi, o'shani terib chiqadi, bo'ldi, jo'natib yuboradi, ish bitdi. Endi finansda unaqa emas. Finansda qonun qoida qilsangiz ham bir oydan keyin o'zgarish ehtimoli bor. Chunki haligi nima deydi, prirodasi o'zgarib ketaveradi holatlarni. Nima uni juda ham chuqur kirish kerak. Outsource qilish uchun shablon ishlash kerak. Shablon degani siz bitta qoida qilasiz, bo'lgan holatlarni hammasini ichiga qamrab olgan va shu narsani qanaqa yozishni o'rgatib ketsangiz va shu narsa yozilsa, ana o'shanda ishlaydi outsource. Biza qilayotgan ish qanaqa? Biza finuchotni qo'yamiz, finuchotni qo'yganda o'zimni ishchimi, o'zimni oldimda olib yurib, o'rgatib, shu narsalarni ko'rib yuradi va keyin moliyachi olgunizgacha mana bola ishlab turadi, qilib turadi deymiz. Va u o'sha yerda ishchi bo'lib ishlaydi. To'g'ri, misol uchun 6 kun ishlamasligi mumkin, 2 kun, 3 kun ishlaydi. Qolgan payt bizani ofisda o'tiradi. Lekin muammosi bo'lsa bizdan so'raydi. Mana shunaqa outsource'da ishlashni o'zida biz ham qiynalyapmiz, to'g'risi. Baribir qiyin. U finansni hali outsource qilish. Lekin qilsa bo'ladi. Mana shunaqa sekin-sekin o'rgatib qilsa bo'ladi. Lekin chet elga berish juda qiyin. Endi shu savolni keyingi anaqasida, hozir mana sun'iy intellekt rivojlanyapti-da, misol uchun. Biz aytdik, moliyachining vazifasi asosan chuqur kirib tahlil qilish, analiz qilish davomimizda. Endi masalan, hamma programma qo'yapti. Post sistema qo'yadi, ERP sistema, CRM sistemani qo'yadi, danliklari yig'ilib boriladi, uchotlari, boshqalari, mijozlar haqidagi ma'lumot, qancha tovar olyapti, qancha tovar sotyapti, olib kelyapti, foyda zarar hisobot. Ertaga masalan sun'iy intellekt o'sha sistemalarga ulanib,
tadbirkor sun'iy intellektga GPTga o'xshab savol bersa, menga mana narsani analiz qilib bergin deb aytsa, chiqarib bersa, GPT masalan, o'sha danni bazasidan moliyachi kerak bo'lib qolmaydimi bu yoqda? Ya'ni roli qanchalik tushib ketadi bu yerda? Siz aytayotgan narsa agarda degan joyi bor, data o'sha zaprosga moslab yig'ilgan bo'lsa. Lekin datani yig'ish bor-da hali. Datani to'g'ri yig'ish bor. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkin. Mana eng oddiy narsa edi, zarplata degan shot bor, zarplata deylik. Zarplatani ChatGPT qanaqa tushunadi? Zarplata bo'lsa, zarplata deb tushunadi, bo'ldi. Men odatda qanaqa qilaman? Zarplatani ichiga kirsa yana bo'linib ketadi. Nimaga desa, fiksali oyligi, o'zgaruvchan oyligi, bonus komissiyasi, tam O'zbekistonda bo'lsa, NPS, NDFL, so'snalog. 5 ta statsiyaga bo'lib tashlayman ichiga. Endi agar siz zapros bersangiz через ChatGPT zarplata desangiz, u o'sha shot tushunadi. To'g'rimi? Boshqa narsani tushunmaydi. Endi men shunaqa analiz qilmoqchiman. Mana o'zgaruvchan xarajatlarim, ya'ni zarplatada, u degani bonus komissiyalarim proporsionalni savdomga yarasha o'sganmi yo'qmi? Nimaga uni tekshiraman? Men foyda topsam, ishchilarman foyda topish kerak degan qonuniyatni tekshirish uchun. Международный kompaniyalarda mana bunday qoida bor. Regionalniy deylik, mana 6 ta SNG bo'yicha yoki Markaziy Osiyo bo'yicha 6 ta 7 ta davlat bo'lsa, misol uchun har bittasiga отдельный KPI bor. Yaxshi ishlasa, yaxshi topsa pul topadi. Yana bitta KPI bor. Qanaqa desa, Markaziy Osiyo mana bunaqa urovingga chiqsa, ya'ni mana ko'rsa chiqsa, yana qanaqadir komissiya beramiz deydi. Endi tasavvur qiling, 6 ta davlatdan 5 tasi hammasi bajardi, bittasi bajarmadi. Qo'shganingizda общийga baribir yetmayapti. O'shanda hech kimga pul bermaydi. Nimaga bermaydi? Biz qildik-ku desa, boshqa davlatlar. Ular nima deydi? Agar men foyda topsam, sen ham topasan deydi. Agar men foyda topmasam, sen ham topmaysan. Sen qilding, to'g'ri ko'rdim, lekin общийda men u narsaga erisha olmadim baribir. Chunki общийda bittasi qila olmagan, to'g'rimi? O'shaning uchun bermaydi. Xuddi shunaqa narsa zaprosni qanaqa berishingizga bog'liq. Agarda eng oddiy narsalarni ola oladi deb bilaman tadbirkor. Lekin mana mayli o'zimning fikrim ham shunaqa, lekin Financial Times bu narsada bitta ko'rsatuvmasi bir 5 minutlik video qilishgan. ChatGPT moliyachilarni ishini olib qo'yadi desa, hali bera olmaydi. Chunki analitika qarab turib hal bo'linadi. Ya'ni analiz bundoq qaragandan keyin qayerga ketadi, nima bo'ladi, nima bo'lishi mumkin degan narsaga решение qabul qilish baribir живой bo'ladi. Lekin boshqa masala ham bor-da bu yerda. Tadbirkorlar o'zi nima so'rashni ham bilishi bor-da bu yerda. Ha, ikkinchi masala. Hozir oddiy GPT-dan nima so'rashni bilishmayapti-da. Biznesda moliyachini savolini berishga baribir hali beri aytganingizdek moliyachilarning roli o'ynaydi menimcha. Bergan savolingizga uchinchisi javob yetib ketmadi-ku. Moliya ikkitasini aytaman dedingiz, uchinchisi mayli men tashlab ketdim. Moliyachilarni otganda nimaga qarash kerak? Birinchisi diplomga dedingiz, ikkinchisi texnik savol. Da, texnik savol edi. Esla qarab olasizlar. Hamma aytgan gaplarini, mana men u o'zi boshqa narsaga yemiydi mana. Har xil kurslarga borishadi, motivatorskiy joylarga borishadi, klubga borishadi, bir nima borishadi, hamma har xil narsalar aytadi, aqlli gaplar aytadi. Mobodo bir nimani bilmayotgan bo'lsangiz, hozir eng zo'r davr ChatGPT bor. Shunday yozasiz, yozib, mana bu narsa mana bunaqa bo'lsa, mana bunaqa bo'ladimi degan savollar bersa, shunday javobni beradi. Yoki moliyachidan nimani so'rashim kerak degan savol bersa, GPT uni chiqarib beradi. U ham shunaqa. Keyin uni javoblari mana intervyu qanaqa, HR qanaqa intervyu qiladi, gaplashadi, bo'ldi, biz sizga aloqaga chiqamiz deydi. Ketgandan keyin hamma javobini anonga tiqib, savol bergan savolga javobini tiqib, to'g'ri javob berganmi, yo'qmi, qanaqa, nima qilsa bo'ladi, analizga qilsa bo'ladi. Zo'r. Endi qarang, endi oxirgi savollardan bittasi. Biz moliya kurslarida o'qiganmiz-da. Endi tadbirkorlar uchun mo'ljallangan moliya kurslari bo'lgan, bir 21-yillarda, 20-yillarda bo'lardi, hozir endi bo'lmayapti. Qiziqib, endi tadbirkorlar bilan tanish uchun, misol uchun tadbirkorlarning nima orig'i bor, nima yechim etishyapti moliya tarafdan qiziqib borganmiz endi o'sha payt biz avtomatizatsiyada ishlab yurardim u paytam. Tadbirkor kursi eshitadi-da, oladi, kerakli joyda zo'r motivatsiya oladi-da. O'zi oddiy, mana sotuv boshqa masalalarni olgan narsasini bir 2% ishlatadi-da. Moliya вообще qiyin bo'lsa, kurs masalan boryapti, eshityapti. U qanchalik tadbirkorga kerak bu narsa? O'shaning uchun tadbirkorga mana kurslar har xil bo'ladi-da. Mana bitta kurs 3 xil, 4 xil odamlar uchun har xil formatlarda bo'lishi mumkin-da. Urovini bor-da, kim qanaqa tushunadi va nima maqsadda ishlatadi degan. Finansi har xil urovini bor. Tadbirkorga eng to'g'ri keladigan finans bu finansi для нефинансистов degan kurs bor. Mana chet elda. Mana misol uchun Angliyada
hammani o'qitadi. Ishxonaga kelgan, korxonaga keldimi, finansist emas, finansga ishga kirmadi, marketing kirdi, HR kirdi yo boshqasiga kirdi. Onlayn kursi bor, har bittasini yoki sotib olishadi, boshqasidan yoki o'ziniki bo'ladi. Yoqadi, sen mana shuni o'qishing kerak dedi. Где-то bir 20 soatdan 30 soatgacha bo'lgan onlayn kurs. Bir hafta, bir oyda o'qib olsa bo'ladi, misol uchun o'tirib. Faqat onlayn. Nimaga qilinadi bu narsa? Top уровеньda har bitta qilingan qaror напрямую foydaga ta'sir qiladi. Qanaqa bilsangiz, marketing qanaqa pul ishlatishlikligi operatsion расходga o'tiradi va u foydadan kamayadi. Mana bitta narsa. Ikkinchisi, misol uchun sotuvda skidka beradi bir xil. Mana sotuvdagi odamlar finans bilan ham boshqasi bilan ish bo'ladi. Sotsa bo'ldi. Necha pulga sotsa. O'shanda mana shu muammo kelib chiqyapti hozir. Sotuv oshyapti-da, foyda oshmayapti. Nimaga desa, marjani past qilib sotib tashyapti. Qarzga sotib tashyapti-da. O'sha narsa ham mana qarzga sotishlik balansga ta'sir qiladi, marjani kamroq qo'yib sotishlik foydaga ta'sir qiladi. O'shaning uchun top уровеньdagi ishchilar finansni bilishi kerak. Bir nima qaror qabul qilishdan oldin ertaga bu narsa P&L ga ta'sir qiladi, balansga ta'sir qiladi degan narsani tushunish kerak. O'shaning uchun mana mana shu kurs Finanсы не для финансистов degan kursni chet elda hammaga tavsiya qiladi, moliyachi bo'lmagan ishchilarga. Ya'ni CEO ga, marketing boshlig'i, procurement boshlig'i, HR ga, boshqa отдел, hamma qanaqa отделlar bo'lsa, hamma boshliqlar o'qish kerak. Nimaga? Sababi har bitta qilinayotgan qaror ertaga foydaga ta'sir qiladi. O'zingiz qilmaysizmi shunaqa kurs? To'g'risi mana endi yozyapmiz. Bizani muammoyimiz biz kurschi emasmiz-da endi mana. Meni o'zimning muammoyim, men finansist, haligi bilasiz, anaqa perfeksionist bo'ladi. Haligi nima deydi, hamma narsa zo'r bo'lishi kerak deydi. Biz o'shdan qolib, mana shu baryerim shu narsani juda ham cho'zib yubordi. Nimaga desa, juda ham perfekt qilib yozyapman, haligi mukammal qilib yozyapman. Nima yaqinda chiqib qoladi. Xudo xolis chiqish kerak. Perfeksionistlarga cho'zilib ketdi. Lekin to'g'risi mana o'sha qanaqadir joygacha keldim. O'sha haligi tushunmayman, bo'ldi, ani perfeksionistni yo'qotish kerak deyapman, u qarab o'tirish kerak. Haligi даже qanaqa perfeksionistsan desa, даже haligi o'sha PowerPoint'dagi yoki Excel'dagi shriftgacha ham e'tibor beraman. Yo, bu shrift emas, menmi? Yo, qani buni qo'yib ko'ringlar deyman. Unga e'tibor bermasa kerak ko'pchilik deb bilaman hozir, lekin menda shunaqa podxod bor. O'sha sababdan bu kurs juda kech qolib ketdi, lekin o'zi niyatimizda bor buni qilish. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz o'sha boya aytgan narsa, tadbirkor moliyachini ishga olganda nima savollar berish kerak yoki hisobotda nimalar so'rash kerak. Ana o'sha narsani o'rgatish. Oddiy P&L balans sheetda qanaqa savollar berish. P&L ni ko'rganda, masalan, o'sha aytgan 3 ta narsaniga e'tibor berish kerak degan joyini o'rgatib qo'yish. Eng kamida ko'pi bilan analiz qilgungacha bora oladi. Analizgacha bor. Kimdir tortadi, kimdir to'g'ri tortmaydi. Lekin ertaga o'zini oldiga moliyachi olganda hasabi biladi, bu nimalarni bilish kerakligini biladi. Va bu ertaga kimlarga nima savol berish kerakligini biladi. O'shaning uchun inshaalloh bitib qolsa kerak. Xudo xolasa. Hojimurodga rahmat. Kattakon. Hojimurod akamni o'zlarining konsultatsiya uslublari bor. Agar qiziq bo'lsa, moliya bo'yicha konsultatsiyalar quyida havola qoldiramiz, murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu galgi suhbatimiz moliya bo'yicha bo'ldi. Moliyani o'zi ko'pchilik zerikarli qadar tushunishadi, lekin kerak mavzu. Bu podkastda yana boshqatdan ko'p chiqishlarni tavsiya qilamiz. Salomat bo'linglar.